Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, bizni kuzatuvchilar. Bu videomiz biroz boshqacha formatda bo'ladi. Hozir mana yonimda Jasurjon va Madiyor mehmon sifatida kelishgan. Ularni suhbatini olamiz. Ular hozirda aksiyalar bilan halol trading va investitsiya bilan shug'ullanib kelishadi. Bizni Uplift kurslarimizni tamomlab, hozir bu soha bilan asosiy kasb sifatida ham, qo'shimcha faoliyat sifatida ham shug'ullanib kelishadi va mana shu o'tgan 1 yil yoki o'tgan 6 oy deylik. 6 oy bo'ldi boshlaganingizga. Ana shu o'tgan muddat qanday kechdi? Qanday qilib bu sohaga kirib kelishdi? Hozirgi natijalari qanaqa? Bu sohada qanday qiyinchiliklarga duch kelishdi? Umuman mana shu holatni erkin gaplashib, yoritib berishni maqsad qilganmiz. O'ylaymizki, siz uchun bu video juda ham manfaatli bo'ladi. Albatta oxirigacha ko'ring. Oxirida maxsus bonuslarimiz ham bor. Endi birinchi bizni ko'rib turgan tomoshabinlarga o'zimizni qisqacha tanishtirib o'tsak, Madiyor, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Madiyor. Inha universitetini tamomlaganman. Oxirgi 5 yildan beri dasturchi sifatida ishlayman. Har xil kompaniyalarda tajriba orttirganmiz. Keyin mana shu yildan boshlab investitsiyaga qiziqib boshladik. Jasurjon. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Jasurjon. Yoshim 31 da. Hozirda hissada analitik bo'lib ishlayman va qo'shimcha trading bilan ham shug'ullanib kelaman. Jasurjon, hozir trade qilib kelayotganingizga, ya'ni real hisob raqamda trade qilayotganingizga qancha vaqt bo'ldi? Real trade qilib kelayotganimga o'zi trading sohasini 2023-yil investitsiya kursidan boshlaganman. O'zi diniy sohada, ya'ni diniy kitoblar chiqariladigan Hilol nashrida ishlaganman. U yerda bizda trading bu qimor degan katta tushuncha bor edi. Endi xato tushuncha, keyin tan oldim buni. Unda ham ilmini olganimdan keyin bildim. Keyin shu YouTube'da o'tirganimda ustozni videolari chiqib qoldi. Uplift Jon Otaqulov ustozimizni halol aksiyalar bilan ishlash. Halol deydi, u halol marketing bo'lib ketdi. Har bir ko'rishimiz, qanaqa ishlarkim bu halol deb. Haqiqatan keyin ko'rsam videolarini, ustozlar bilan tanishdim. Ustozlarning statuslari ham bu sohaga kirishimga haqiqatan turtki berdi. Chunki ustozlar ham u yerda bu yerda bitirgan yoki kechagina trading sohasiga kelib turib, bugun dars olib yozayotgan ustozlar emas ekan. Ustozlarimizdan biri shu Xondamir aka, ustozimiz Javlon aka. Xondamir akani ham o'sha AOFida memberlik ekanliklarini, AOF a'zosi ekanliklarini ko'rib, boshqa qilib, keyin bu sohaga ishonchim ortgan. O'shanda 2023-yil investitsiya kursini olib ko'rganman keyin. Chunki bu yerda asosiy ishim ham bor edi. Investitsiya menga o'z investitsiya trading farqiga ham bormasdim. Prosta investitsiya kursiga qabul bor ekan. Keyin investitsiya kursiga yozildim. Aksiyalarni fundamental chuqurroq o'rganib, keyin investitsiya trading farqini bildim. Keyin o'shanda 2023-noyabrda edi adashmasam. Keyinchalik o'zimni asosiy ishim bo'lgani uchun birgalikda olib bordim. Hozir esa faqat asosiy fokusingiz tradingda, to'g'rimi? Hozir keyin tradingda, hozircha tradingda. Tradingda ham 2023-yil boshlagan bo'lsam, investitsiyani keyinchalik shu sohaga qiziqish ortib, haqiqatan real natijalar qilsa bo'lar ekan, ustoz natijalarini ko'rib, undan motivatsiya olib, ilhomlanib, keyin shu sohaga qattiq kirishga qaror qildim. 2024-yil edi adashmasam, dekabrda trading ustoz safardan kelganlar Koreyadan, chet eldan. Keyin ilk offline kurslarni oldim. 2024-yil dekabrda edi. Keyin bu narsaga o'sha yanada chuqurroq kirib, ustoz yonida yurish uchun asosiy ishimdan shu yanvar boshida, keyingi yil boshida bo'shaganman, 2025-yil boshida. Shu bilan ustoz oldida yurganman. Bunda 1 yildan ko'proq vaqt davomida trade bilan o'rganib, shug'ullanib kelyapsiz. Shunaqa, Juda yaxshi. Madiyor, sizdachi? Boshlagan unchalik ko'p bo'lmadi. Shu o'tgan yili noyabrda kursni sotib oldim. Sotib olgandan keyin, shundan keyin boshladim. O'sha kurs o'zida ham o'rgatishgan. Shu paper trading deyishadi. Ya'ni demo aksiyalar bilan sotib olib, bilan tahlil qilib, keyin mana haqiqiy hisob bilan dekabrda boshladim. Shu bilan hozirgacha boshida men ham aniq farqiga bormaganman. Investitsiya nima, trading nima. Lekin shu investitsiya kursini o'qiganman. Investitsiya kursini o'qib, juda ham yoqqan. Oilaviy o'qiganmiz. Shu fundamental tahlil qilish, qaysi kompaniyaga qanaqa vaqtda kirish, har xil strategiyalar juda ma'qul kelgan va shu yanvardan boshlab to'liq o'sha haqiqiy pulda trade qilib, invest qilib kelyapmiz.
Juda yaxshi. Demak, Jasurjon ko'proq trade bilan shug'ullanadi. 1 yildan ko'proq bo'ldi. Madiyor bo'lsa, 6 oyga yaqin vaqt davomida shug'ullanib kelyapti va ularni hozirda qanday natijaga erishganliklarini birozdan keyin bilib olamiz. Undan oldin meni o'zimga ham shaxsan qiziq, nima uchun bu sohani o'rganishni, bu soha bilan o'sha shug'ullanishni boshladingiz? Nima sabab bo'ldi? Nima turtki bo'ldi? O'tgan yili biz coworking space'da ishlardik. Undan keyin biz ofisga ko'chdik. Ofisga ko'chgandan keyin Jasurjon aka bilan bir joyda o'tirib ishlash nasib qildi biroz vaqtda va o'shanda har kuni kechasi bozor ochilganida har xil tahlillar, har xil bozordagi sentimentlar qanaqa o'syapti, tushyapti, o'tdagi risk menejmentlar, strategiyalar, o'shanaqa zo'r energiya, zo'r drive bo'lardi. Men o'ylardim, shunaqa hype vaqti bo'lsa kerak bozorni. O'tib ketadi hali. Dardim yo'q. Bir hafta bo'lgan bo'lsak, bir hafta davomida deyarli har kuni shunaqa tahlillar eshitardik. Keyin qanday nima, keyin kurs maslahat berishdi. Agar qiziqsangiz, olib o'qisangiz bo'ladi. Hech ham anaqa qilmaysiz, afsuslamaysiz dedi. Xo'p dedim. Lekin baribir qaror qilmay, mayli deb yurardim. Sababi har bir ilmni baribir egallash uchun juda ham yaxshigina vaqt sarflash kerak, yaxshigina jiddiy-jahd qilish kerak. Vaqtimga arzimasa kerak deb o'ylardim. Keyin o'sha baribir o'sha Jasurjon akam ilhomlantirdi. Bo'lmadi, aytdi keyin kursni sotib olaman dedim. Keyin Jasurjon aka zo'r tushuntirib berdilar. Oddiy misol dedi, kichkina summa bilan boshlasangiz ham birpasda baraka beraman desa dedi, kursni pulini 2 barobar chiqarib olasiz dedi. Keyin o'yladim, menda nima ketdi dedim. Keyin o'sha Ibrohim menejer bilan gaplashsam, oilaviy kursingiz ham bo'ladi dedim. Ayolni yashiradigan narsam yo'q, Telegram bitta ishlatganmiz vaqtida dedim. Shu bilan shu akkauntda share qildimda, keyin birga o'qiymiz deb Allohga tavakkal qilib kurs oldik. Asosiy maqsad o'sha vaqtda moliyaviy savodxonlikni oshirish, keyin oilaviy halovatga erishish, moliyaviy jihatdan ham va iloji bo'lsa jamg'armamni misol uchun qaysidir miqdorda bir tubi bor, negizi bor narsaga alishtirish puldan. Mana shunaqa narsa niyatlarim bo'lib yurardi, lekin qanday qilaman, nima qilaman bilmasdim lekin. Shuni tavakkalga boshlab kursni olganman. Jasurjon Madiyorni o'qishni boshlashga sizni ko'proq nima turtkizib qo'ygan ekan. Sizni boshlashingizga nima sabab bo'lgan? Meni boshlanishimga shu ishda ishlardik. Endi o'zim chetda o'qiganman. Yana o'sha chetga qaytishni niyat qilardim. Lekin bu yerda ishim o'zi Hilol nashrida ishim avtomatlashtirish edi. Ya'ni butun jarayonni boshliqlarga qisqa hisobot tarzida platforma bor edi. O'sha platforma orqali ular ko'rib turishini ta'minlash edi. Lekin u biznes bilamiz, bitta lokatsiya tanlaydi. Shunga o'sha yerda ishlagan odam ham o'sha lokatsiyaga bog'lanib qoladi. Meni niyatim esa chetga chiqib ketish edi. Iloji boricha menga lokatsiya va vaqt masalalari, boshliq masalalari, kimgadir hisobot berish degan narsalardan uzoqroq yurish edi. Endi bilmadim, bu yosh avlodlarni hammasi bor kasallikmi, nima deymiz? Shunaqa edi, xullas. Keyin trading sohasini shu jamg'arib borib yoki o'sha jamg'armani ko'paytirib borib, investitsiya qilib, alohida bo'lib ketish, chetga chiqib ketish niyat edi. Bu tradingda haqiqatan men kutgan narsalarni berdi. Ya'ni o'sha istagan joyda, o'sha internet bilan, hattoki kompyuter ham shart emas, telefoningiz bo'lsa bo'ldi. Internet bilan telefoningiz bo'lsa, даже masalan, hattoki juda ham band bo'lsangiz yoki internet yo'q joylarda ham trading o'sha bu soha sizga yordam beradi. Nimaga? Chunki stop loss degan narsa bor yoki pozitsiyalarni yopish bor. Masalan, oyning boshida 15-20 kun yaxshi savdo qildingizmi? Bo'ldi, pozitsiyani hammasini yopasiz, xohlagan joyingizga erkin. U bozor nima bo'ldi, yondi, kuydi, qiziq emas sizga. Siz pozitsiyalangiz yopiq, cash naqd qo'lingizda. Bo'ldi, shunday anonsi yo'q. Stressli joyi, o'ylanadigan joyi yo'q. Menimcha yaxshi tushunarli bo'ldi. Ya'ni asosiy bu sohani mana sizni misolingizda ko'ryapmiz. Juda ko'pchilik ham, shaxsan o'zim ham bu sohani tanlashimni asosiy sabablaridan biri shu. Ya'ni vaqt bo'yicha, joy bo'yicha erkinlik yoki masalan boshqa ish bilan shug'ullansangiz ham moslashuvchanlik. Shunaqa ham. Hozir mana Madiyor aytib o'tdi-ku, mana bozor ochilgan vaqtda juda ham anaqa qiziq bo'lib ketardigani. Bir tomondan mana ya'ni hozir Madiyor qo'shimcha sifatida faoliyat sifatida yuritasiz. Ya'ni shu yerga kichkina izoh berib ketmoqchi edim. O'zbekiston
holatida O'zbekiston vaqti bilan biz ishlaydigan asosiy bozor kechki payt 6:30 yoki 7:30 ochiladi. Shunaqa. Ya'ni kunduzi agar asosiy ishingiz bo'ladigan bo'lsa, asosiy ishlaringizni qilib, undan keyin masalan bozor ochilgandan keyin o'sha 1-2 soat qiziqib Shunaqa. bozorda o'tirsangiz ham Unda ham bo'ladi. bozor ochilganda ham boshidagi 1-2 soatda, pozitsiyalar ayni aniqlangan vaqtda Qizg'in take payti. profit stop losslarni qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Shu bilan u 1-2 gacha o'zi nima bo'lsa bo'ladi bozor. Take profit bor, sizda stop loss bor. Shunaqa. Hozir mendagi asosiy qiziqqan tarafim ham shunda bo'lgan. Ya'ni bunga aynan investitsiya qo'yganimda, misol uchun o'zi investitsiyada menga strategiyalardan ko'proq o'sha Warren Buffettga yoqqan. O'zi texnologiya sohasiga juda qiziqaman. Misol uchun startaplar qanaqa noodatiy yechimlar qilganki, qayerdadir juda ko'p katta natijaga erishgan. Qayerdadir bir misol uchun finansiy resurslaridan tejab qolgan, qanaqa qilib tez bunaqa misol uchun katta natijalar qilganiga qiziqqanman. Misol uchun keyin o'shanda qarab yursam, texnologiya sohasida xabarim bo'lgan. Keyin Warren Buffett aytyapti, arzon paytda kirgan, hozirgi ushlab turgan aksiyalarni ko'rganimda ham hayron qolganman. Qanday texnologiya? Texnologiya qanday arzon olgan buni deymanda. Buni juda oddiy ko'rasiz, timeline'da qarasangiz, ya'ni diskaunt deylik, aksiya bo'lgan vaqtda olib qo'ygan, bemalol kutib turibdi. Aytdim, zo'r-ku bu. Demak, diskaunt bo'lishini bittada bilib olsam, o'sha paytda bir marta olib qo'ysam, menga haftalik, kunlik o'zgarishlar ham qiziqmasda. Yillik yoki kvartalniy o'zgarishlar deylik. O'sha kvartal bo'yicha o'zgarishlarni tahlil qilib, hisobotlarni chuqurroq o'qib, investitsiya qilib borsa ham bo'ladi-da. Bu eng qiziq taraf shunda. Endi kimga qiziq bo'lsa, anaqasini frequency'si deydi, ya'ni ko'proq, ya'ni misol uchun xolosi kunlik trade qiladi, boshqa qilish mumkin deylik. Yoki haftalik vaqtida trade qiladi deylik. Lekin kimga sokinlik, oddiy kerak bo'lsa, investitsiya qilib qo'yadi. Jamg'armasini ko'rib kuzatib boraveradi. Shunaqa. Hozir Jasurjon, siz aytdingiz oldin ishim bo'lgan edi, ishimni tashlab turib, keyin bunga asosiy e'tiborimni qaratdim dedingiz-ku. Shunaqa. Komfort zona degan narsa bor-ku baribir. Masalan, alohida ish bor, har kun qiladigan narsa, har oyga masalan belgilangan oylik bor, o'rgangan muhit, o'rgangan odamlar. Uni tashlab ketish qiyin bo'lmadimi? Bu sohaga kirishdan oldin qanaqadir bir ikkilanish, qo'rquv bo'lmadimi? Bu sohada qo'rquvim shu faqat halolligi bo'yicha bo'lgan. U yoqda qo'rqmaganman. Bo'lgani qo'rquv, lekin men bu natijalarni ko'rib, haqiqatan inson qilsa bo'ladigan natijalar ustozlarning yordamida haqiqatan Allohga shukr shu natijalarga erishdik. Komfort zonadan chiqishda endi inson qancha komfortda turgan sari menimcha dangasaligi ham oshib boraveradi. U komfort ham vaqtinchalik komfort. Masalan, hozir olib turgan o'sha $1000 baribir inflyatsiya degan narsa bor, boshqa xarajatlar oshsa oshadiki, siz oyligingiz xarajatlar oshgan sari oshgani kabi oshirib bera olmaydi oyligingizni. Baribir uni bo'lib qolasiz. Komfort u hozirgi masalan uzog'i 5 yil komfort, keyin siz u komfort masalan xarajatlarni qoplash uchun siz ko'proq ishlashingiz kerak. U sizga esa jismoniy ham bunga inson qodir emas. Masalan 8 soat ishlagan bo'lsak, 16 soat ham ishlash mumkin 16 soat ham. Undan u yog'iga uje siz xarajatlarni qoplayman, o'zimni mehnat qilib, ya'ni soatba yoki nimadir mehnat bilan qoplayman desa, menimcha bu xato. Men o'shani o'ylaganman, uzoqroq o'sha taraflarni o'ylaganman. Chunki hozir topib turganim yaxshi, lekin haqiqatan boshliqning yonida edim, tayyor ofis, shinamgina, oyliklar yaxshi, hammasi. Baribir keyinchalik bu narsa oxiri yetardi, oxiri bor edi bu narsani. Bu yerda men qo'shimcha qilmoqchi bo'lsam, bo'ladi, zo'rmi? Misol uchun menda umuman teskarisi bo'lgan. Endi biz IT sohasida ishlaganimiz uchun bizda aynan topishingiz sizni ya'ni har qanday muammolarni ustida ishlayotganingiz va qanaqa yechim berayotganingizga bog'liq. Men topishimdan oxirgi 5 yillikda kamomad bo'lganini eslolmayman. Lekin bitta qiziq savol har doim o'ylantirardi. Xo'p, ishni boshlagan paytda, misol uchun $300 oylik olganman deylik, ketmasdi. Keyin oylik sezilarli darajada oshdi deylik, 10 marta oshdi deylik, misol uchun. Ketmasdi-da. Keyin shu bitta o'ylanardim, aynan buni sababi nimada? Lekin tushunmasdim. Shunga yechim qidirardim. O'sha Xonnamar aka, ustoz baraka topsinlar,
O'sha bitta kursida tushuntirib bergan Titanik effekti, boshqa shunaqa har xil narsalarni tushuntirib bergan. Esimda edi. O'shanda aytgan, bu dunyoda sizni qo'lingizdagi misol uchun $1000 bor dedik. $1000 olish uchun $1,000,000 bor insonlar marketing bir narsa bilan harakat qilishadi-da. Ya'ni sizga kerak emas, ehtiyojdan ortiq bo'lgan tovar sotishga harakat qiladi. Oddiy bitta misol, mana yaqinda bitta do'stim aytyapti, qo'lida 16 Pro Max iPhone bo'lgan, qarasam 17 Pro Max. Nima qilding desam, iPhone'ni sotib yubordim dedi. Qanchaga? 900 ga. U qanchaga olgan edi u? Ustiga yana 600 qo'shib oldim. 600 ham u naqdga qo'shib, yo naqd pulga qo'shmayapti. Bo'lib to'lashga olyapti-da. U yana ustiga xizmat haqqi minadi-da. Mana shunaqa davrda yashayapmiz. Bizni qo'limizdagi pul bizneslarga, misol daromad bo'lishi uchun ular juda katta xarajatlar qilishyapti-da. O'shanda aytgan, siz deydi ehtiyojingizdan ortganini to'g'ri joyga yo'naltirishingiz keraksiz. O'shanda zo'r narsa tushuntirib berganlar, balkim qolganlarga foydali bo'lar. O'shanda boshlanganman-da. O'sha moliyaviy savodxonlik, oilaviy moliyaviy savodxonlikka intilish degan narsa, ya'ni bir oylik qilishingiz shart bo'lgan xarajatlar bor. Aytaylik, kommunal to'lovlar yoki misol uchun singlingiz yoki ukangiz qayerda o'qiydi. Ingliz tiliga boradi deylik. Ta'limni to'lovlar. Uni aniq qilishingiz kerak har oyda. Bir marta oylik xarajatni rezerv bilan qilib qo'yasiz. Ya'ni hozirgisini to'laysiz, keyingisiga ham pulni qo'yib qo'yasiz. U pul yo'q, sizga emas, keyingi oyda to'laysiz. Shu bilan nimaga erishasan deganda halolga erishasan. Ya'ni keyingi oy oyligim tusharmikan, tushmasmikan degan narsa bo'lmaydi. Va misol uchun oldi berdida ham juda yaxshi. Mabodo ishdan bo'shab ketgan taqdiringizda ham siz bir oy oldin ogohlantirib qo'ya olasiz. Men mana shu narsani olganimda, mana shu ilmni tushungan vaqtimda bo'ldi, ya'ni kursga to'lagan pulimga roziman deganman. Haqiqatdan mazza qilib o'rganmanda. Ya'ni shu narsa menga hozirgacha alhamdulillah oilaviy savodxonlik, halovatga bir sababi bo'ldi katta. Menda shu ya'ni qarama-qarshi bo'lgan bularga aytayotganim, ya'ni moliyaviy tarafdan limit bo'lib qolishlik to'g'risida hech xayolda bo'lmagan, lekin shu bo'lgan, demak qancha topsam ham, to'g'ri sarf qilmasam, to'g'ri iqtisod qilmasam, oydan oyga yashaydigan odam bo'laveraman. Pul topish san'at, pul sarflash ham bir san'at. Mana shu narsani tushundim-da. Shu narsaga katta sabab bo'ldi. Ya'ni aynan eng katta turtkilardan bittasi kursni olgandan keyingi, ya'ni meni hayotiy tarzimni o'zgartirgan nima desam ekan, bir yechim deydimi, shunaqa turtki bo'ldi-da. Shunaqa investitsiyani mohiyatiga qanchalik o'sha tushunib boraversangiz, Shunaqa. xarajatni to'g'ri boshqarish kerak ekan, minimallashtirish kerak ekan. Uni o'rniga, ya'ni opportunity cost deydi-ku. Ya'ni bu yoqqa o'sha o'rtog'ingizga o'xshab $600 telefonga sarflab yuborgandan ko'ra, bu aksiyani hozir olib qo'ysam, telefonim bor-ku, to'g'rimi? Bu aksiyani olib qo'ysam, hozir 6 oy bo'lib to'lash o'rniga 6 oydan keyin u xo'p, sizga 10% ko'paysa nima? Masalan, u yoningizga qoladi va uni ko'payayotgan daromadini ko'rib, yana qo'shimcha tejab, yana qo'shimcha depozit qilib, yana ko'paytirishga harakat qilasizda. Shunaqa. Agar to'g'ri kelsa bitta voqeani aytib bermoqchi edim. Kursni olganmiz, kursni o'qib bitirdik. Keyin endi ayolim bilan o'qidik biz kursni. Endi boshida men texnik tahlilni ham, endi fundamental tahlilni bilardik-ku, lekin hozir aksiyaga kiradigan vaqti yoki vaqt emasligi aniq bilmas. Baribir tajriba yo'q. Nima bo'ladi bilmaymiz. Tikkan pul anaqa depozit qildik va aksiya sotib olganmiz. Keyin ikkinchi haftasida adashmasam taxminan 5% mi 6% o'sganda. Kechasi ishdan kelyapman, ayolim aytyapti-da, keling anaqa menda MacBook turibdi-yu, ishlatilmayapti, sotaylik shuni deydi. Nimaga desam, investitsiya qilaylik, endi depozit qilaylik, endi tushundim. Mana shu vaqtda bir baxtni his qilganman. Mana endi biz oilamizda yaxshi tarafga o'sish bo'ldi. Nimaga? Biz keraksiz xarajatlar, aytaylik, narsalarga, bular bo'lmas narsalarga qiziqish emas, biz asosiy ehtiyojimizni yopamiz. Bu degani ziqna bo'lib yashash, ya'ni pulni tejash degan narsa emas. Biz bor ehtiyojlarimiz hammasini yopdik, ortganini sarmoya qilamiz. Inshaalloh kelajakda oldimizda juda katta narsalarga, foydali maqsadlarga ishlatishga yordam bo'ladi. Mana shunaqa zo'r effekt bo'lganda bitta. Zo'r. Dasturjon, sizda birinchi sotib olgan aksiyangiz eslay olasizmi? Eslay olaman. Birinchi o'zi kursda ham jurnal bo'lardi, trening jurnal, o'sha bo'lib yurg'izib kelaman. 2000 noyabrda edi. Noyabrda edi. U menda ham ozgina shoshma-shosharlik bo'lgan. Qaradim videolarni, keyin broker ochish, hisob raqam ochish bo'ldi. Hisob raqam ochdim, sразу bitta aksiya oldim. Uni даже
tushib ketdi, уже vohmaga tushib qoldim. Bu tushib ketyapti deb o'sha kuni o'zi sotib olganman. Bu hali video oxirigacha ko'rilmadi. TN aksiyasi edi. TN, keyin SMSA shunaqa edi. O'zi ilk depozitim ham katta emas edi. Masalan, bir qiziqishga $50 tashib ko'rdim. U ham komissiyalar yob-yobim $48 tushgandi. Unga ham ikkita aksiya oldim. U 10%, 15% tushib ketyapti. Yo buni kutish kerakmi, kutmash kerakmi deb sotyapman. Yana sotib oldim. Men sal o'syapti. Bozor boshida o'sadi, sotib olaman, oxirlariga yana tushib ketadi. Boshidagi haqiqatan sohada ozgina manga masalan degan narsa ham bo'lgan. Shuning uchun investitsiya bilan keyin trade orasida ozgina tanaffusam bo'lib qolgan. 1 yil farq shuning uchun. Hozir qarang, mana ko'pchilikda bo'ladi-da bu narsa. Ya'ni boshida hali to'liq o'rganmasdan yoki bozor har xil holatini ko'rmasdan yoki ma'lum bir ko'nikmani orttirmasdan turib shoshib sotib oladi. O'sha u ham o'zi bir ma'lum bir bosqichda. Shuning uchun ham boshida demoda boshlang, ko'ring, keyin kichik summaga o'ting. Undan keyin o'zingizga ishonch qanaqadir bir statistika bo'lgandan keyin kattalashtiring deymiz-ku. Shunda mana hozir sizda $50 bilan boshladingiz. Qancha vaqt uni o'sha aytganingizdek oldi sotdi qilib yurdingiz? Qachon keyingi bosqichga o'tildi? Qancha vaqt oldi? 4 oy aylantirib yurdim uni. Bir o'sdi, bir xillardi masalan aksiya yaxshi o'sib bersa, bo'ldi. U mendan boy odam yo'q edi vaqtda. Tushib ketsa bo'ldi, bu soha menga emas ekan. Har kuni shunaqa edi, emotsiya ham baribir bo'lar ekan haqiqatan. Trading o'zi asosiy shu psixologiya ekan. Keyin shu $50 bir 4 oy aylantirdim. Keyin investitsiyani chuqurroq o'rganishim ekan dedim-da, aksiyalarni o'zini o'rganib boshladim. Hech qanaqa real hisob raqam yurgizmay turdim. Shu adashmasam $18 mi qolgandi. $50 Keyin bo'ldi muzlatdim-da uni. Keyin demo o'sha videoda ko'rganimizga Trading View'da demo funksiyasi bor ekan. O'sha demoda yurgizib yurdim. Keyin natijalarni o'qigandan keyin o'sha yerda ham video darsliklarda trading bilan investitsiyani ham farq qilib oldim. Keyin chuqurroq investitsiyani yana chuqurroq o'rgandim, aksiyalarni his qilib, boshqa qilib. Keyin trading o'qishga ham qiziqishim ortdi. Shu 6 oydan keyinmi, 7 oydan keyin iyulda edi adashmasam. Trading kursi qachon ochiladi deb telefon qildim. Bog'lanib Uplift bilan. Mana bu avgust, sentyabr bo'lib, xullas dekabrga ochildi. Ustoz kelishlari, keyin bizga bilinmadi nimaga buncha kechikyapti deb. Keyin kelsam, bilsam, shu sohaga kirganimdan o'sha ustoz chetdan kelganlar, bu yerda ofis qilingan, tayyorgarlik, offline darslarga qattiq tayyorgarlik bo'lgan ekan. Keyin shu offline o'qidik. Keyin trading boshladim shu. $50 mi shu 3 oy 4 oy yurdim. $18 ga tushirib qo'ydim. Orada day trade'lar nimadirlar bo'lib ketdi. Vohimada endi sotib qo'ydim. Masalan, voy aksiyam tushib ketyapti, pulim yo'qolyapti. O'zi bor yo'g'i $50. 60% gacha tushib ketganda, xullas. Endi o'sha boshlangan holat qanaqaligini aytib berdingiz. Hozir qanaqa ishlayapsiz? Hozir Xudoga shukr, yaxshi. Hozir unaqa emotsiyalar yo'q. Emotsiyalar yo'q. Endi bu yerda asosiysi o'sha sovuqqon bo'lish kerak ekan. Tahlilmi? Tahlil bo'ldi. Shu take profitmi? Shu stop lossmi? Bo'ldi. Hozir boshqarilayotgan summa yaxshi. Bir 6 xonali sonlar. O'sha investorlar ham bor, o'zimni depozitim ham bor. Natijalar yaxshi, 10-15% ga bo'lib turibdi oyiga. Juda yaxshi. 10-15%. O'tgan 1 yil bo'yicha desak bo'ladimi? O'tgan 1 yil. O'sha tradingdan keyin, masalan, tradingda mart bo'lsa, martdami tugatdik trading adashmasam. Mart oxiri, aprelda sekin o'zimiz boshladik. Ustoz tavsiyalariga ko'ra yo'qotishimizga rozi bo'ladigan summa bo'lib, $500 qo'ydim. Yaxshi, natijalar bo'ldi. Keyin baribir o'sha kursda o'qiganda hamma ham shu sohada keta olmas ekan. Kimdir bizneslar bo'lar ekan, kimdir vaqt ajrata olmaydi. O'sha yerdan endi darsdagi natijalarni ko'rib, bitta ikkita o'zimiz kursdoshlar taklif ham qilishdi. Uka, ozgina summa bor edi. Qilib ko'rasam dedi. Olib ko'rasam investitsiya qilmoqchimiz sanga o'sha
birga ishlamoqchimiz sherikchilikda dedi. Ustoz bilan maslahatlashay dedim. Endi summa kattaroq edi. Ustoz yarmini olib ko'ring dedilar. Keyin yarmini olib ko'rdik. Yaxshi, investor ham xursand, summalar ham ko'payib borib sekin-sekin yaxshi. Yaxshi, barakasi bersin. Madiyor, endi sizni keysingizga to'xtalsak, qanday boshladingiz? O'sha dastlabki bosqichlar hozir mana bular aytib berdi-ku. Ko'pchilik o'sha tradingda ayniqsa emotsiya kuchli ishlaganda shunaqa bosqich bo'ladi-da baribir. Lekin odamni o'zini xarakteriga qarab turib, masalan, emotsiya kimdadir juda ham yuqori, kimdir juda ham ana riskni juda yaxshi ushlaydigan bo'ladi. O'shanga sizni keysingiz qanaqa bo'lgan? Shu menda ancha oson bo'lgan desam bo'ladi bemalol. Sababi boshida o'sha Siz hamxonalaringiz bor edi-da. Hamxonalarim bor edi. Undan tashqari hissa ilovasini post qismida o'qidim. Almaz degan trader bor ekan. O'sha Almaz yozuvdi. Xotiradagi stoklar, aksiyalar juda katta o'sishi mumkin. Xotirada bo'lyapti, inqiroz, ko'p talab bo'lyapti, taqchillik bo'lyapti deb aytdi. Men o'sha o'zi texnologiya aksiyalariga qiziqardim. Haqiqatan shu narsa o'zi sekin boshlanyapti. Nimaga? Narxlar oshishdi. Narxlar oshishdi. Bitta sezgan sababi kompyuter yig'adigan YouTube misol uchun YouTube'dan ko'p blogerlar ko'p kuzataman. Aytyapti-da, misol uchun $500 ga yig'gan kompyuteri dekabrga kelyapti-da, 700 bo'lib qolyapti-da. O'sha linklar orqali kirsam qiziqib. Keyin oddiy narsalar ham narxlar oshib ketyapti. Keyin qarasam, xotirada nimadir yomon bo'lyapti dedim. Keyin tanishlarga chiqdim. Tanishlardan so'rasam, o'sha kompyuter qurilmalarni sotadigan. Ular ham aytayapti, "Yo'q, dedim, xotirada bosib olib qo'yapman. Hozir vaqti hozir olmasam ulgurmayman" dedi. Keyin postni o'qidim. Keyin ayni shu vaqt taqdir taqozosi bilan deylik, depozit qiladigan vaqtim to'g'ri keldi. Birinchi bo'lib o'sha SanDisk olmaganman. Birinchi bo'lib Western Digital olganman ikkita. Sababi SanDisk olmagan sababi fundamental tahlilini ko'rganda qarzda bo'lgan, ya'ni minusda bo'lgan, qarz emas, minusda bo'lgan. Zararda bo'lgan, zararga ishlayotgan kompaniya. Qanaqa buni olaman dedim-da, Almas adashibdi dedim-da. Qarasam Westernni haqiqatan fundamental kuchli. Keyingisi qanaqa bo'lgan? Seagate texnologiyasi degan, o'zim STX degan tikerdagi aksiya. Nimaga o'zim ko'rganman uni, masalan, produktlarini yaxshi, sifatli o'zim ishlatganman. Shuni olaman deb olganman. Keyin oldim. Endi bozor oxiriga qarab qishda shunday sekin tushib ketyapti. Keyin mayli sabr qilamiz deganman, o'sishiga ishonmaganman. Shu birdaniga katta o'sdi orada. Keyin sotsammi dedim. Yo'q, kutaman dedim. Sotsam, shu bilan sotdim. Oldim orada yana. Shunaqa bo'lgan. Birinchi oldi sotdilar. Lekin haqiqatan boshida qanaqadir hayajon bo'lgan o'ylayapman. Har kun qarayman, ozgina tushib ketyapti-da. Keyin bo'ldi, menimcha bu anaqa hype tugadi. Menimcha Almaz ham hamma adashib turadi, adashdi. Shu juda anaqa yosh kompaniyaga kirib qo'ydim. Juda katta stabil kompaniyalardan olmoqchi edim-da. Misol uchun TCMga o'xshagan, boshqaga o'xshagan. Mayli shu post yaxshi yozibdi deb kirib oldim. Keyin qarasam, hozir haqiqatan aytganimdek juda qattiq o'sdi-da. Siz qancha bilan boshlagansiz boshida? Boshida 700 depozit qildim. O'rtadagi bank, ya'ni Swift orqali intermediary bank deyshadi. U $10 olib qo'ygan ekan. Xizmat haqqi sifatida 690 tushdi. Shunaqa bo'ldi. Lekin undan oldin shu darsda ko'rsatilgan, lekin men darsdan aniq hammasini ko'rib chiqib, amal qilib, birinchi demodan boshlaganman. Demoda qarab, o'rganib, keyin tahlil qilib, keyin shu haqiqiy hisobga, ya'ni qancha pulga jonim achimaydi, mayli, roziman degan summam kelishib, depozit qilganman. Haqiqatan o'zini oqladi. Shu baraka beraman, chiqishyapmiz ekan, bir pasda sal bo'lsa ham sohadan xabardor bo'lib qoldik. Menda boshlang'ich hissiyoti shunaqa bo'lgan, lekin juda barib qo'rquv bo'lgan, hayajon bo'lgan. Keyin bitta narsani oddiy tahlil qilib ko'rganman. O'zim ko'p marotaba oldi-sotdi qilmayman, oddiy produktlarni ham kerak bo'lgan narsamni sotib olaman, ko'p ishlataman. Juda katta vaziyatda eskirib yo'q bo'lib ketadi. Lekin orada sotishga majbur bo'lgan vaziyatlar ham bo'ladi. Misol uchun yaqinda kompyuterimni sotdim deylik. O'sha $600 ga yig'gan kompyuterimni 300 ga ketsa qaniydi deb sotaman-da. Ya'ni haqiqiy hayotda aytmoqchi bo'lgan narsam, bizga yo'qotayotgan foizimizni stok sifatida ko'rsatmaydi-da. Misol uchun 50% minusga sotyapman, men hozir kompyuter o'zingiz o'ylang. Keyin o'ylaydi, tushundim, mana risk darajamni ham stokda ham shunaqa, ya'ni o'suvchiga kiryapmanmi? Fundamental tahlilim aniqmi? Strategiyam bormi? Ishonamanmi? Nimaga men anaqa qo'rqishim kerak? Nega hayajon qilishim kerak? O'sha sovuqqon bo'lish kerak ekan degan shundan keldi. Hozir bugun erta tushyaptimi? Mayli, undan keyin ko'tarilar. Ya'ni tavakkal qilib kirganmiz.
yana ham tushib tursa qaraysiz, fundamental kuchlimi? Bu aksiya bo'layotgan ekan, diskount bo'layotgan ekan deyman, qo'shib qo'yaman yana. Average qilib qo'yaman, ya'ni o'rta qiymatini tushirib qo'yaveraman. O'zingizni risk darajangizni aniqlab olishda zo'r moment bo'lgan ekanda. Shunaqa kompyuter sotgan. Bundoq hisoblasam, endi men savdolashyapman-da, sotib olayotgan odamda. Ya'ni sotib olayotgan odam ham uni topguncha qancha vaqtim ketdi, borgan vaqtim. Agar bu tarafdan hisoblasak, u kompyuter texnikaga ketdi desa ham bo'ladi menga. Lekin savdolashyapman, aytyapti endi 300 bera olmayman deyapti-da, maksimum deyapti. 300, hatto 320 qildim. Shuncha taksi bilan keldim, buni olib keldim. Sam yo'q dedi-da. Keyin unda hisobladim, ha, demak bu kompyuter yig'gani qancha vaqtim ketdi. 50% minus sotyapman. Keyin o'yladim, bozorda, misol uchun o'zim o'sha MacBook Air sotib olgan birinchi M1 o'sha store chiqdi, hamma yoqda ishlatayotganda, birinchi haqqi yangisini korobkadan sotib olganman, ikkinchisini ishlatilgan sotib olganman-da. O'shanda ham $600 sotib olganman-da. Birinchisi, keyin qaragan odamlar nega bunday arzon sotadi deb tushunmasdim. Keyin tushunsamki, foydalangan mahsulot haqiqatan o'rtacha ketishi 50% zararda ketar ekanda. Bu narsani, ya'ni biz aksiyada siz bittada bilasiz-ku 50% tushyapti degan narsani, haqiqatda bizga hech kim aytmaydi-da, 50% ziyonga sotyapsan sen. Shuncha ishlab topgansan debdi. U yana shu narxga ketsa xursand bo'lamiz. Ketsa xursand bo'lasiz, ya'ni. Keyin shunaqa. Orada men o'zi aksiya bozoriga, ya'ni stoklarga kirishdan oldin uy-joyga juda qiziqqanman. Qiziq voqealar bo'lgan. O joyda ham shu qarasam, oylikdan ozgina ortib qolayotgan pulim bor, aytaylik 500-600 pulim bor deylik. Endi hamma o'g'aylarim ko'pchilik o'z viloyatdan kelib Toshkentda uy-joy olishyapti yoki bo'lib to'lashga olib qo'ygan. Qarasam, vaqt tez o'tib ketuvchi narsa-da. Ya'ni kecha mana misol uchun talaba bo'lgan bo'lsam, bugun ishlab yuribman. Yana 5 yil ham birpasda o'tib ketadi. O'sha vaqtda o'yladim, balki men ham uy olib qo'yishim kerak dedim. Uni muddatli to'lovga. Muddatli to'lovga o'sha halollarini qidirdim. Juda kam chiqdi, lekin bordim bittasi bilan. O'sha bitta Comfort Plus darajadagi. Endi olgan yarasi yaxshisini olishni yaxshi ko'raman. Men ham bordim, gaplashdim. Aytdi $87,000 ga baholab berishdi. Korobka remont bo'lmaydi, faqat shu отопленияларni hammasini qo'yib beramiz, tizimlarni qo'yib beramiz deyishdi. Zo'r tarafi o'sha birinchi etaj korzinka bo'ladi. Yonida Safiya Bakery, ya'ni ehtiyojdagi hamma narsangiz yoningizda bo'ladi. Qo'riqlash tizimi, mana shunaqa, ya'ni umumiy oylik to'lov bo'ladi. Xohlasangiz ro'zg'oringizni ham shunda uyingizga olib chiqib beramiz. Hamma narsa yoningizda, ertalab issiq non bilan qaymoq olib chiqib beramiz. O'zlarini Comfort Plus ekanda. Ha, shunaqa. Juda yoqdi menga, haqiqatan. Agarda naqd to'lasangiz 67,000 ga qilib beramiz dedi. 20 ming o'ynab. 20 ming. Endi maslahatlashdim akalarim bilan, boshqa qildim. Oyiga taxminan 3,000 dan chiqyapti to'lov. U juda katta endi men uchun. Ukam ikkalamiz aytyapmiz, ikkalamiz ishlab, yig'ib bitta uy olamiz-da, arendaga odam qo'yamiz degan joyimda tepdi-da, qaradim. 100,000 topyapman-da dedim. O'sha 100,000 tikkan joyimda arendaga qo'yib, kelsa $500 oylik keladimi yo'q bundan. Keyin mashinaga tepib qoldi. Ukam aytdi, aka dedi, boshqa bir yechim bo'lsa kerak, uy bo'lmasa kerak dedi. Shundan keyin o'sha Murodxon akani bir podkastini ko'rib qoldim, aytayapti, uy-joy, kotlovanga kirish bu katta, misol uchun kapital ko'paytiradigan, daromadli sarmoya jamg'aradigan joy emas. Men ham o'zim bir 10 tadan bitta holatda ilinaman deyapti. Kelinglar, mana shu arzon bo'lib qoldi yer. Arzon tushyapti, katta foyda olasan. Kir deb aytaman, boshqa payt hech kimga maslahat bermayman deydi-da. Ya'ni Murod Nazarov. Murodxon aka Nazarovda developerlar o'zining riski, foydasi bor. Ularni qancha olayotgani borda, sotib undan sen 2lamchi, 3lamchi odam bo'lasan u joyda. Orada qancha usul ko'payadi. Shunaqa, shuni aytdi, keyin ha dedim. Kechikishi bor uni. Kechikishi bor. Keyin qarasam, haqiqatan 5 yil to'lar ekanman to'lovda o'zi ham. Undan ko'ra dedim, kam-kamdan boshqa yo'l qidiraman deb bergan vaqtda Jasur akani bilan birga ishlab, ko'rib, sababchi bo'lib qoldilar-da, shu bilan stock marketga kirib ketdik-da. Shunaqa. O'shanga ham juda ko'pchilikga maslahat beraman. Uy olish kerak bo'lsa, olish kerak. Men misol uchun uy olmanglar, dom olmanglar demayman. Kerakmi, siz ehtiyojingizdanmi? Eng zo'rini, eng yaxshisini oling. Yaxshisiga loyiqsiz. Naqdga oling iloji bo'lsa. Nimaga? Boya aytyapman-ku 85 ming, 87 mingdan 65 mingga tushib ketyapti. Misol uchun narxida 60 qancha mingga ham deylik. Juda katta marjada, bu 20 ming ham juda katta pulda, 20%, 30% pul juda katta aksiya qilib beryapti-da. Xuddiki men naqd pulni o'zim jamg'ara olmaganim tufayli 20 ming uning qo'liga berib qo'yapman-da. Keyin 20 ming san olgin, lekin pulimni yig'ib ber, uyqi ber deganda gapda. Shunaqa hammaga maslahat beraman. Pulni jamg'arish yo'llari ko'p, sherik bo'lish yo'llari ko'p. Shunaqa qilib jamg'arib, naqd pulga, naqdga sanab olganga yetadigan joyi yo'q ekan.
Keyin bu sohada ishlab yurgandan keyin men tushundim. Asosiy baribir soham meniki dasturlash-ku. Dasturlash bo'lganda endi biz kundan keyin charchaymiz, boshqa qilamiz. Misol uchun bozorni kayfiyat har doim har xilda. Zo'r bo'ladi ba'zan o'sha tushib beradigan vaqtlari bo'ladi. Ya'ni har doim boshqarish qiyin katta kapitalda-da. Uni ustalarga topshirish kerak ekan. Misol uchun men o'zim ham ko'rdim, bo'ldi, yaxshi taqvoli bir inson bo'lsa, misol uchun 10 mingdan katta kapitalim bo'lsa, o'zim uni risk qilib ishni chalg'ib boshqargandan ko'ra ustasiga beraman. Ustasiga beraman-da, ustasida boshqartiraman. Natijada men kechasi uxlayman-da. Misol uchun 10 da uxlayman. Boyagi boshqargan aka u tuni bilan uxlamaydi. Kuni bilan uxlaydi u. Shundayda, endi yaxshi misol sifatida shunaqa aytyapman. Mana shu narsaga, ya'ni oldin ham bu narsani ko'p eshitardim. Endi amal kam qilgan bo'lsa kerak balkim. O'sha Razo loyihasida birga ishlaganimizda boshliq aytardi. Har doim to'g'ri sherik topsangiz, do'ppiz osmonga oting dedi. Hech qo'rqmayman dedi xarajatdan. Nimaga desa, to'g'ri sherik bilan qiling deyapti-da. Nega desa, 1+1 ni necha ko'ryapsan dedi. 2 deb aytsang, yo'q, men 11 ko'ryapman dedi. Ya'ni yaxshi sherikni 3-inchisi Alloh biladi deyshadi. Shundan keyin amin bo'ldim. Endi tushundim. Sherikchilikda barakat katta ekan, qo'rqish kerak emas ekan. Halol bo'lsa, muhimi taqvoli inson bo'lsa, xursand bo'lib birga ish yuritirish kerak ekan-da. Shunaqa. Xo'p, boyagina aytgandim, men uy joyga kirmoqchi bo'lganim, u joyda qancha pul tikishga rozi bo'lganim, to'lov qilmoqchi bo'lganim, ya'ni uni oldin menga hisoblab berishgan edi. Ya'ni men bilan har xil insonlar birga ishlaganman. Ya'ni daromadi o'rtacha aytaylik 1000 dan 10 minggacha bo'lgan insonlar bor edi, tanishlarim orasida. Shu 10 minggacha topadiganini aytuvdi, "Yo'q, uy joy daromad keltirmas ekan" deganda men ishonmagandim. Sen misol uchun $500 qaytayotganini daromad hisoblamayapsanmi derdim-da. Keyin haqiqatan hisob-kitobga qo'yib ko'rsam, bu $500 100 mingni qachon oqlaydi-da. Shunaqa u xarajati, uni keyin supporti bor deylik, uy joy shunaqa qolavermaydi, remont qilib turish kerak, boshqa qilish kerak, yaxshi yashaydigan odam topish kerak u yerda. Shunaqa har almashtirgan. Ya'ni har bir sohani o'z mashaqqati bor-da. Kecha yaqinda boshidagi foyda qanaqa bo'ldi, tajriba ortgandan keyingi endi tahlilotgina bo'lsa ham o'rganib foyda qanaqa bo'lganini solishtirib ko'rdim o'zim. Menda birinchi foydam uncha katta bo'lmagan. O'sha oydagi demoqchi. Birinchi oydagi foydam 5% da bo'lgan taxminan. 5% atrofida yopganman. 5% ham yaxshilik. O'zi bu sohaga kirganimda ham meni niyatim qanaqa edi? Inshaalloh sekin jamg'armamni ko'paytirib boraman va oldinda ya'ni uni aktivga aylantirib qo'yib, passiv daromad olishni maqsad qilganman. Va o'shaning uchun kutilmam juda katta bo'lmagan. O'zi 2% kutganman. Birinchi oydan 5% urib turibdi-da. Keyin o'ylaganman, "Vau" deganman-da, zo'r-ku deganman. 3% bonus deysizmi? 3% ya'ni bonus ekanini haqiqatan tushunganman. Keyin juda bir boshqacha mazza qilganman. Keyin eng katta qo'rquv nima edi? Shu payt kundan keyin qaysi aksiyani sota olaman bilmaganman-da. Keyin hozir yaqindagisini ana ko'rdim. Kecha yaqinda Jalondagi kanalga yozuvdilar. O'sha 90% dami MU olgan Mikron. Mikron. Mendagi bu oydagi asosiy foyda Mikron bilan SanDisk o'zi bor edi portfelimda. Yo'q, ikkinchi portfelda. Juda riskli portfelda. Xo'p, investitsiya portfelimda SanDisk bilan Mikron edi. SanDiskdan 60-70% foydada ekanman. Hal turibdi. Yo'q, qarang, u mana hozir birinchi oy 5% dedingiz. O'tgan hozir mana mayda 10-sida gaplashib o'tirgan bo'lsak, aprel tugadi. Aprel 1 oyligi qancha demoqchi edik. Ya'ni boshda boshlaganingizz qancha, oxirgi 1 oy qancha? Aprelniki o'rtacha adashmasam, Jasur akaga tashlaganim bo'yicha 20% yopdim shekil. 20% atrofida yopdim. Lekin bunaqa katta natija kutmagandim o'sha gap. O'sha har doim guruhda ham bolalar yozib qo'yishayotgan. Bunga o'rganib qolmanglar. Bozor juda yomon jazolaydi. Sababi insonda emotsiya shunaqada, ya'ni bir marta yutqazdimi, tanagiz kelmaydi, yana kiraman deydi-da. Bozor yana anaqa foydam oshib ketaman deydi. Yo'q, bozor bu Jasur akam ko'p hazillashib yozadilar. Postlarda ham katta xolang uy emas bu senga. To'polon qilsang ko'taradigan. Shunaqa. Zarardamisan, bozor zararli vaqtimi? Aniq vaqtni kut, strategiyang bo'yicha amal qil. Sovuqqon bo'l deydi-ku. Shunaqa. Menda portfelim 20% yopildi. Endi may oyida ochganim bo'yicha adashmasam, endi hozir juda oshib ketdi-da endi. Uzr, gapingizni bo'laman, lekin bizni ko'rayotganlar qani o'sha 20% deb ko'rmoqchi bo'ladi. Agar imkon bo'lsa, o'sha
Albatta. Ko'rsatish kerak uni. Hozir ko'rsatsa bo'ladi? Farqi yo'q. Bo'ladi. Hozir Qaysi broker ishlatasiz? men o'zim ikkita broker ishlataman. Bittasi hissa, ikkinchisi boshqa broker ishlataman. O'zimga yoqmayapti. Shu pulni stable coin orqali to'ldiruvdim. O'shanga 30 kun ular muzlatib qo'yar ekanda, yechib ololmayman. Shu 30 kunni kutib yuribman. 30 kun to'lsa, u yoqdan yechib olib, to'liq hissaga o'tib ketsam kerak. Hozirgisini o'zini ko'rsataylik. Biza kameraga qaratasiz. Bo'ldi. Agar fokus qilib ola olsa, lekin yozuv juda mayda-da. Ko'ra olasizmi? Endi suhbatimiz erkin gaplashib o'tiribmiz, lekin baribir raqamlar, foydalar haqida gap ketganda ko'pchilik o'zini ko'zi bilan ko'rib ishonch hosil qilmoqchi bo'ladi. Bu shunchaki o'sha taqqoslash maqsadida, ya'ni birinchi oyda boshqacharoq natija bo'ladi. Tajriba orttirib borib, ma'lum ko'nikma yig'ilgandan keyin boshqacha bo'ladi. Endi sizdan so'raymiz, Jasurjon, birinchi oy $50 bilan qanaqa bo'lgan? Hozir qanaqa? 6 oy chiqolmaganman minusdan. Ayyo'g'ay. 6 oy chiqolmagan. $18 qolgan dedingiz-a? Da, shunaqa. 63% minus bo'lib ketgan. Keyin endi bu o'zimni haqiqatan shoshma-shosharligim deb bo'lgan. Ani oldi sotdini bilib olish bo'ldi, bu siz trader emas ekan yoki investor emas ekansiz. Investor degan emas ekan. Buy sell u hamma biladi, faqat ilm bizga berish kerak bo'lgan narsa, ilmni olishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'shani foyda bilan yopish yoki zararni minimallashtirish bo'lgan. O'sha ilmni endi kech olganmiz, zarba yeb, portfellarni minus qilib. Yoki keyingi hozirgi natijalar shu yuqorida aytgandek 15-20% stabil bo'lib turibdi. 20 ham mana emas u. 15 lekin bo'lib turibdi, 10-15 bo'lib turibdi. 20 ham ba'zida shu bozor oqim bo'ladi o'zi, bozorga qarshi yurib bo'lmaydi. Bozor ko'tarilayotganda shu ilinib qolamiz. Yaxshi natijalar bo'lib qoladi. Tushayotganda riskni minimallashtirib shu 5-10% saqlab qolamiz. Endi bitta narsa bu yerda Jasurjonni shotini o'zimiz ko'ramiz, qanaqa foyda qilayotganligini bilamiz, lekin baribir videoda uni ko'rsatish u shaxsiy mulk hisoblanadi. Omonatli joylari bor. Shuning uchun u yashiradigan narsa emas. Alohida Telegram kanallarimizda, guruhlarimizda natijalarni kirib ko'rishingiz mumkin. Videoni quyida nima qoldiramiz, havola qoldiramiz. Mana biroz oldin hissa brokerdan foydalanaman dedingiz. Bizni kuzatuvchilardan aksariyati biladi hissa loyihasi ustida ishlayotganimizni va hissadan hozir brokerdan men o'zim ham foydalanaman. Siz ham foydalanasiz. Jasurjon, sizcha? Jasurjon. Xo'p, asosan mana hozir bu yerda hissa haqida gapirganimizda bevosita bu aksiyalar bilan halol yo'llarda, joiz yo'llarda ishlash haqida gapirib o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni yangi bizni ko'rayotgan odam tushuncha hosil qilishi uchun. Shunda hissada, ya'ni bu hammasini o'zida jamlagan platforma, ilova, ya'ni aksiya halolligini tekshirib olsangiz bo'ladi va o'sha faqatgina halol aksiyalarga investitsiya qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni u yerda agar halollik mezonlari AOFI bo'yicha va unga qo'shimcha ravishda kuchaytirilgan mezonlarda aniqlanadi. Jasurjon o'zi hissa kompaniyamizda analitik bo'lib ishlaydilar va u yerda har bir aksiya tekshirib chiqiladi. Alohida o'sha Muftiy Taqiy Usmoniy hazratlari boshchiligida ishlab chiqilgan alohida AOFI shariat mezoni bor va hissada alohida shariat kengashi bor. O'sha Taqiy Usmoniy hazratlarining o'g'illari raislik qiladi. Ya'ni har bir tekshiruv, har bir operatsiya juda ham qat'iy nazorat qilinadi va hissa sizga o'sha aksiyani sotib olmoqchi bo'lgan aksiyangizni statusini ko'rsatadi. Ya'ni shariat mezoniga muvofiq kelishini. Agar faqatgina halol bo'lsa, hissa orqali sotib olishingiz mumkin. Agar halol bo'lmaydigan bo'lsa, sotib olish imkonini bermaydi. Shu tomondan ham juda qulay. Hissa ilovamizga ham quyida havola qoldiramiz, bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Madiyor, agar qo'shimcha bo'lsa, hissa haqida bemalol. Xo'p, hissani o'sha dekabrdan beri sotib olgan bo'lsam, ya'ni asosiy pulni hissaga depozit qilganman. Adashmayotgan bo'lsam, shu dekabr o'zidan boshlab ishlatib kelyapman. U paytda depozit qilish bo'yicha bank orqali pul jo'natishda muammo yo'q edi. Men duch kelmadim. Keyin orada muammo bo'lgani uchun qolgan qismini IBKR, ya'ni Interactive Brokersga qo'yganman. O'shanda o'zimdan o'tgan hissiyotlarni ulashmoqchiman.
hissada o'sha o'zim yaqinda e'tibor beraman. Nimaga bunaqa bo'ldi? Tushunmadim. Xo'p, bitta oddiy o'xshash bilan qiyos qilib tushuntiraman, osonroq bo'lishi uchun. O'tgan yili tog'amlarniki Qozog'istonga borganda bir do'konga kirdim. Do'kon shinam. Juda chiroyli, yaxshi ekan. Kirdim. O'zimga suv olmoqchi edim. Suv oldim. Qarasam, endi o'zim men yoqmaydigan kompaniyalarni produktlari ham sotilayotgan ekan. Shu qo'ymadida shunaqa sotuvlarni dedimda. Keyin shuni chiqib ketasam, qarasam alkogol ichimliklar ham sotilyapti. Ichim shunaqa bo'ldi. Qayerdan shu do'konga kirdim dedimda. Lekin do'kon misol uchun ko'rsangiz shinamgina, osongina olishingiz, misol uchun bizani o'sha viza kartamizdan o'tyapti. Shunda to'lab chiqib ketyapman-da. Lekin ichimdan o'tyapti, bu kassa anaqa alkogolni ham sotadi-yu. Hammasi bitta joyda-yu, qozon bitta-yu. Shuni ajratib qo'ysa bo'lmasmikan? Nahotki shu narsa iloji yo'q ekan deb juda xafa bo'ldim-da. Shunaqa shinam joyi buzib turibdi degan. Keyin o'sha yaqinda meni ham xuddi shu his o'sha IBK'ga o'tganda ham bo'ldi. Qilyapman, savdo qilyapman, zo'r komissiya kam, misol uchun. Lekin ichimda nimadir anaqa yo'qda, nasam ekan, bir maza qilmayapman-da. Lekin xuddi o'sha narsani hissida men $700 bilan boshlagan, misol uchun. IBK'ga qilgan depozitim ancha katta depozit edi. Yaxshigina depozit bilan qilganman. Lekin u yoqdagi men trading qilyapman, foyda ham yaxshi, lekin nimadir yetishmayotganini bilaman, lekin nima ekanligini ta'riflab bera olmasdim. Keyin shu voqea esimga tushib bildim. Hissada hozircha komissiya 1%, mendagi, lekin investitsiya oldi sotdi bilan aytyapman. Oldi sotdi bilan aytyapman. Olganingizda 0.5%, sotganingizda 0.5%. Ya'ni buni aytayotgan sababi investitsiya sifatida ko'raman ko'p aksiyalarni, hissadagi portfelni birga boshqarganda bilan. U joyda, ya'ni maqsadim 2-3% bo'lmaydi-da. 20%, 15%, misol uchun bir oylik, kvartallik shunaqa katta foizda bo'ladi. U joyda bilinmaydi. Keyin tushundim, bo'ldim. Ya'ni hissada o'sha fatvoni o'qiganimda end to end sharia compliant deb yozgan ekanda, mana shu narsa ko'ngildagi taskinni berar ekan. Xuddiki farqini qanday tushuntirib bersam, bitta so'z bilan, IBK'ga kirayotgandan shorting qilasanmi deb so'rayapti mendan. Yoki xohlaysanmi senga futureslar, optionlar. Xohlaysanmi deyapti, senga dedi marginal trading ochib beraman deyapti. To'pab depozit qilgandan keyin-da. Yoki shunaqa funksiyasi ham bor. Ma'lum summadan ko'proq depozit qiladigan bo'lsangiz, avtomatik protsent hisoblash yoqilib qoladi. Beradi, credit interest beradi. Men ko'rdim, mendan so'rayapti shu narsani. Shuni yoqmayapti-da. Riboqku deyapman-da. Keyin aytdim-da, xo'p tushundim. Hammasini o'chirib chiqdim. Kerak emas menga dedim. Xuddiki qo'pol qilib aytganda, men hozir oldi berdi qilayotgan broker yoki partnyor deylik, qimorbozda, qo'pol qilib aytganda. Bu yoqda shariatga muvofiq turibdi qo'limda deylik. O'shanga aytdim, boshida halol sotuvsizda. Keyin aytdim, tushundim, bu orqasida qancha xarajat, qancha mehnat turganini tushundimda. Mayli 2% bo'lsa ham, ya'ni oldi sotdida 2% bo'lsa ham, hozircha investitsiyamga haloldan ishlataman. Hozir IBK'da ham 30 kunlik muddat tugasa, inshaalloh pulimni yechib ola qolaman, xudo xolasa deb turibman. Ya'ni qissa qilib aytganda, halol bo'lsa, halovat, barakat boshqacha bo'lar ekanda. Buni bilmadim, balki oddiy so'z bilan tushuntirib berish sal qiyinroq bo'lsa kerak. Halovatni hamma his qiladi. Shu o'rinda bitta kichkina qo'shimcha qilmoqchiman. Ya'ni bu meni shaxsiy fikrim, kimnidir, misol uchun Interactive yoki Schwab bor, ya'ni Robinhood bor deylik, commission free, komissiyasi yo'q. Men buni ishlatayotganlarni qoralash maqsadida aytmayapman. Ya'ni imkoni bo'lsa, halol tomoniga niyatni to'g'rilab o'tgan afzal ekan. Ya'ni niyat to'g'ri bo'lsa, qolganlari ham sekin-sekin to'g'rilanib ketaveradi. Shunaqa. Hozir shaxsan o'zim ham shu kutib yuribman, qanaqadir bir yechim bo'lsa, investitsiyaga zo'r, hozir tradingga ham yaxshi ishlatyapman. Lekin ya'ni qanaqadir yechim bo'lsa, yana ham yengillik qilib berishsa, hamma portfelimni o'tkazib yuboraman-da. Shunaqa, o'zi hissada ham shunga harakat qilyapmiz. Ya'ni o'zi mana necha yildan beri har xil brokerlarni ishlatamiz, har xil platformalarni sinab ko'rganmiz. Hissa baribir tan olish kerak. Hozir endi eng o'sha dastlabki rivojlanish bosqichida birdaniga hamma professional vositalar, funksiyalar hammasini birdaniga taqdim qilish juda ham qiyin. Chunki bu juda ham katta loyiha, baribir uni orqasida juda katta mehnat, vaqt yotadi. Lekin men o'zim ham o'sha o'quvchilarimizga, o'sha sohada ishlaydigan do'stlarimizga aytaman, hissani o'sha interaktivdan yoki boshqa katta brokerdan kam bo'lmagan
funksiyalar bilan o'sha ma'lum darajaga olib chiqa oladigan bo'lsak, o'tishimiz kerak deb hisoblayman. Lekin ungacha, masalan, unga ham ko'p vaqt qolmadi, inshaalloh. Ungacha boshqa, masalan, o'sha platformalarda, misol uchun o'zimiz ham ishlatib turibmiz, lekin maqsad qanaqaki, agar bizda ikkita tanlov bo'lsa, bittasi o'sha aytib o'tganingizdek an'anaviy har qanaqasiga pul qiladigan broker. Sizni qadriyatlaringizga har tomondan mos kelmaydi. Ikkinchi tomondan har tomondan mos keladigan o'sha to'liq halol fatvoga ega bo'lgan broker funksiyalari, sizga kerak bo'ladigan funksiyalar, ya'ni ko'p narsa kerak emas o'zi. O'sha funksiyalarni hammasini o'zida jamlagan tanlov imkoniyati bo'lsa, albatta bu o'sha halol bo'lgan, o'sha xotirjamlik, halovat beradigan brokerni tanlash kerak deb men ham o'ylayman. Shunaqa, men mana shu yerda ham ta'kid etmoqchi edim. Kursni misol uchun endi menda o'zimda ko'p shunaqa odat bor. Biror narsa sotib olmoqchi bo'lsam ham ozgina tahlil qilib ko'raman. Aytaylik, telefon sotib olmoqchi bo'lsangiz ham tahlil qilasiz. Hozirgi ehtiyojim kerakmi yoki o'sha bozordagi o'zi yaxshisimi yo'qmi deb, o'sha endi reklama emas, boshqa emas, shu kursni misol uchun Uplift berayotgan kursni ham olishimdan oldin qisqacha o'rganganimda, ya'ni bozorda menga eng ma'qul kelgan shu bo'lgan. Ya'ni nimaga? Mana aytaylik, qadriyatlarimga 100% mos kelgan. Misol uchun aytaylik, ba'zi kompaniyalar bor deylik, urushni, boshqani qo'llaydigan, lekin ba'zi o'sha kurs aytayotganlar, nimaga dedi, sotib olib sotaverdi, halol-ku dedi. Ayni aytaylik, boykot kompaniyalar deylik. Shular bor, nima qilibdi dedi. Halol-ku dedi-da, olib sotaverdi, lekin bu sen olib sotganing kompaniyani mavqeini baribir oshiradi bozorda. Sen aytyapsan, bitta aksiyani sotib olgan hech narsani o'zgartirmaydi deydi ba'zilarga aytsam-da. Men aytyapman, yo'q deyapman-da. Nimaga unda? Aytadi-yu, bosh chumoli suv tashiydi-ku. Sen dedi, bu tashiyotgan suving hech narsa bo'lmaydi desa, men qaysi tarafda ekanligimni ko'rsatish deydi-yu. Shunaqa. O'shaning uchun men aytaman, o'sha qadriyatga mos kelgan narsa bo'ldimi, bu yoqdagi, ya'ni qiymat ham juda, foyda ham juda katta bo'ladi inshaalloh. Shu niyatni to'g'rilab, qadriyatga mos kelganda, ya'ni yaxshi mahkam ish olish kerak ekan. Hozirgacha ziyon ko'rmadik. Inshaalloh bundan keyin ham foydali bo'ladi. Endi hozir bitta savol paydo bo'ldi. Tez-tez anaqa uchrab qoladigan savol. Ya'ni odatda yosh kattalarda bo'ladi. Baribir trading O'zbekistonga yaqinda kirib kelgan, oldindan bo'lmagan, masalan 20-30 yillik tarixga ega emas u. Ishingizda shu tijida o'tirib, kompyuterda yo telefonda, xuddi agar telefonda qilayotgan bo'lsangiz, telefon o'ynab o'tirgandek bo'lasiz-da. Shunaqa. Onam shunday deydilar. Shuni so'ramoqchi. O'ynab yotib pul topasanmi deydilar, nima qilyapsan deydilar. Ayo, savdolar endi tushunib qoldilar, savdolar qanday deb. Yaxshi bugun deyman. Ajoyib dedi, g'oyibdan bergani shumi deydilar. Yotib o'ynab pul topasan deb qo'yarlar. Ko'rgan odam telefon o'ynayapti deydi haqiqatdan. Orada postam yozib turaman dengda. Sizda qanaqa oilada muhit bu sohaga kirib kelganingiz bo'yicha, umuman shu investitsiya bilan shug'ullanayotganingiz bo'yicha? Investitsiya bo'yicha endi boshida dadamga tushuntirib berganda aytdi, kim senga garantiya bermaydi. Endi boshida o'zi akalarim bilan maslahatlashib, birga ishlaydigan odamlar bilan maslahatlashganda aytdi, eng o'zi ribo botqog'iga botib ketgan sohalardan bittasi trading. Buni agar o'sha halol muqobilini bersak, inshaalloh o'sha musulmonlarni ya'ni ribodan chiqarishga juda katta sababchi bo'lib qolgan bo'lardi deb aytib tushuntirishgan. O'sha maqsad niyat shunaqa bo'lgan. Keyin ya'ni kamida har bittamizdan bitta odam bor, qaysiki trading qilyapman, boshqa qilyapman deb qaysidir nima deysiz, skam deydimi? Ya'ni firibgarlik botqog'iga tushib qolgan insonlar bor-da, kamida bitta tanishimiz bor. Adam aytayapti, mana dedi og'aynim dedi, 20 ming bittasiga bergan, zo'r anaqa dividend to'lab turganda kompaniya Rossiyada urush bo'lgani uchun yopilib yo'q bo'lib ketib qoldi. Kim javob beradi dedi, bunaqa bo'lmasligi dedi-da. Endi tushuntirib aytdim, yo'q dada, qarang. Bu katta ehtimol bilan siz og'ayningiz kompaniyani tahlil qilmagan. Misol uchun fundamental tahlilni qilmagan. O'zi kompaniya tubi bormi yo'qmi, o'zi firibgarlikmi yo'qmi, balki piramida bo'lganlar, kim biladi. Misol uchun men 20 mingga bunaqa katta dividend beradigan kompaniya hali eshitmaganman. Oylik dividend bermaydi sifatida. O'zi bilgan odam, ya'ni har kvartalda moliyaviy hisobot chiqadi. O'shandan keyin menimcha o'sha X dividend date'ida beradi, har kvartallik beradi. Katta dividend uchun katta summa kerak deb tushuntirdim. Keyin o'sha bozorni ko'rsatdim. Men qarang, mana bunaqa aksiyalar bor. Bozorda muqobili yo'q buni. Qarang, buni manba aksiya bor, bu o'z sohasida eng zo'ri.
Biz dedim, mana bu o'sish tushishini taxminan bilsangiz bo'ladi. Keling, mana pulimizni mashinaga tikkanimizda, pulimizni shunga alishtirganimizda deylik, sotib olganimizda 3 yil davomida shunaqa bo'lar ekan. Qiziqib qolamizmi, bu qolamizmi deb bir oy ketdi shekil. 1,5 oyda dadamni ko'ndirib tushuntirdim. Dadam oxiri tushundi. O'zi juda ko'p reklamada ko'ryaptim. Hamma reklamada chiqayotganlari ham halol emaskanda deb qoldi. Tushuntirdim, bu narsani tahlillar qilish kerak. Ya'ni birinchisi o'sha sharoitga muvofiqligini, keyin fundamental tahlillar, biznes anaqa faoliyatlarini tahlil qilish kerak. O'zi yaxshi kompaniyami, bir foydasi bormi ko'rib, shundan keyin bir olsak, u yog'iga Allohga tavakkal. Kompaniya faoliyati rivojlansa, biz ham kompaniya bilan qo'shib rivojlanamiz. Keyin yana tushuntirgandan keyin menimcha oxirgi shu gap balkim turtki bo'lgandir. Ya'ni biz xohlasak ham bozordagi o'sayotgan ekonomikadan tez o'sa olmaymiz shaxs sifatida. Shunaqa. Ya'ni meni daromadim umumiy aytaylik S&P 500 daromadidan katta bo'la olmaydi xohlasan. Uni eng zo'ri nima? Hozircha ya'ni 100% islomiy muqobillar yo'q deylik, misol uchun kompaniyalarda hozircha o'shalarga sherik bo'lish. Ya'ni o'sha AOF bergan tasnifga tushadigan kompaniyalarga sherik bo'lib olish. Sherik bo'lsak, mana shu oqim bilan birga o'samiz, bular bilan daromadimiz yana ham kattalashadi. Shularni aytgandan keyin hozir yaxshi uydagilar hammasi tushunib qolishgan. Yaxshi unda. Shunaqa. Mana o'zimizda ham juda ko'p odam o'qiydi-da. Lekin aksariyati oxirigacha yetkaza olmaydi. Endi albatta har xil sabablar bor. Masalan, vaqt yetmaydi, yo o'zini ishiga yana ishi ko'payib ketadi, biznesiga kirib ketadi. Lekin vaqti bo'la turib ham, imkoniyati bo'la turib ham, mana olib ketmaydiganlar, tashlab ketadiganlar bor-da tradingda. Nima deya olasiz bu haqda? Endi ular masalan kelajakda haqiqatan o'zlarini vaqtlariga o'zlari egalik qilmoqchi bo'lsa yoki birovga birovni qo'lida ishlamoqchi bo'lmasa, ishlash niyatida bo'lmasalar, hech bo'lmaganda bir 6 oy fokus berib o'qishni tavsiya qilardim. O'zimda shu narsa bo'lgan, boshimdan o'tgani uchun u qayerdandir o'qib yoki kimdir hayotini aytmayman, o'zimni real case o'zimda uchragani uchun, o'zimda bo'lgani uchun aytyapman. Bo'lgan shu narsa haqiqatan. Masalan, shu aytdim, dekabrda 23-dekabrda o'qishni boshlagan bo'lsam, 23-dekabrda shu 2 hafta o'qidim. Keyin 2-yanvar kuni arizamni yozdim ishxonaga. Keyin qachon mart, aprel, 4 oy ekan даже, u ko'p emas, 4 oy bo'lgan ekan. 4 oy o'qidik. 3 oy o'qidik, 1 oy praktika bo'ldi, boshqa bo'ldi. 5-oy uje depozit olib boshladim-da, sherikchilikda ishlab boshladim. U hozir arziydi o'sha narsa, masalan, ozgina uydagilarga ham tushuntirdim. Men shunaqa, men ozgina fokusim shu yerda bo'ladi. Masalan, baribir ham qayerda ishlasangiz ham 8 soat o'sha yerda ishlashga majbursizda. Oilangizdan 8 soat uzoqda bo'lasiz baribir. Yana qo'shimcha oylik olaman, bonus olaman, boshqa olaman deb 5 ta emas, bir 8 da ham chiqadiganlar bor-da. 8 dan 8 gacha ishlaydiganlar ham bor, 12 soatlab. O'sha 12 soatni o'zingizga investitsiya qilsangiz, o'zingizga ilmingiz uchun investitsiya qilsangiz ham foydasini ko'rasiz-da, baribir mevasini ko'rasiz. To'g'ri, depozitingiz kam bo'lar yoki bu sohaga katta depozit kerak, masalan, 1000 qo'ysam yoki bozorga 1000 depozit qilsam yoki 2000 depozit qilsam oyiga 50 yo 100 dollar olarman. Bunun 5% 200 dollar bo'lar. Nima bo'ladi deyishingiz mumkin, lekin men boshida o'qiganimda depozit o'ylamaganman. Chunki ilm birinchi navbatda. Endi men boshida o'ylardim, va bu ustoz dedim, yaxshi o'quvchilarga o'zlari depozitdan berar ekanlar deb o'ylaganman. Shunaqa joylarni o'qidim. Bu ustozlar demaganman, boshqa uchebniy markazlar shunaqa ekan deganman. Keyin bu ustozim shunaqa bo'lsa kerak degan. Boshqa joyda o'qimaganman. Birinchi trading sohasiga kirishim shu Uplift bilan bo'lgan. Keyin shu ilmga bor kuchimni, fokusni ilmga berganman. Depozit o'zi o'sha ustozdan umid qilingan boshida, ustoz berib qoladi, endi yaxshi o'quvchilarga degan ma'noda bo'lgan. Keyin yo'q, o'sha aytgandek, bizda bo'lgan, bizda ham 12 ta o'qigan bo'lsak, bilaman, yo 3 ta yo 4 ta bola o'sha kursdoshlarimni hozirgacha gaplashtiraman, trading sohasida ketdik-da. Qolganlar endi haqiqatan hammasi o'zining biznesi bor yoki modelkaga o'xshagan ikkinchi sohasi IT. Asosan IT ishchilar ko'proq edi. IT ishchilar, arxitektorlar bor. Shu endi bu sohaga kirib kelmoqchi vaqti borlarga tavsiyam sohani ushlash kerak. Ustozni ham ushlash kerak, yaxshi ustozni ham ushlash kerak. Ustozda ham gap katta. Ustoz baribir, ustozga bilimi, ustozga ixlosingiz, ustoz bilimi bo'lsa, u ilm sizga yuqadi. Ustoziga masalan ixlosingiz bo'lsa, ustoz tanlashda ham adashish kerak emas lekin.
Mana shu zo'r bitta misol aytmoqchi edim. To'nka o'zidan aytaylik, to'nka bor deylik, o'zidan qanaqa narsa chiqishini bilmaydi-da. Lekin yaxshi tajribali drot bor. Bitta qaragandan biladi. Bundan stol chiqadimi, stolga oyoq chiqadi, nima chiqishini. Shuning uchun men shunaqa o'ylayman-da, ya'ni baribir bu sohaga yangi kirib kelgan odam, misol uchun ustozsiz o'zim qilaman desa, albatta imkoni bor. U endi shuni tushuntirib bermoqchiman. Lekin uning ikkita narsaga juda ham vaqt va energiya ketib qoladi. Birinchisi resursni topish, to'g'ri resursni. Ikkinchisi uni tekshirish kerak. U haqiqatan ya'ni nima desam ekan, ma'noga ega narsani aytyaptimi, yo'qmi? Keyin buni tajribada sinash kerak. O'shaning uchun ustozsiz maslahat bermayman. Undan ko'ra men ko'p o'zim og'aynilarimga ham maslahat berdim. Yo'q, buni o'qishing kerak ekan. Iloji bo'lsa oilaviy ko'rib o'qigan. Misol uchun, mabodo Telegram akkaunting share qilishga anaqa jur'ating bormasa ham, shovqin ko'payib ketadi desa ham, nima qil, bitta akkaunt sotib olasan, bitta shu raqam sotib olasan, yangi 5 oyga sotib ol. Misol uchun, o'sha raqamga ikkita o'zingga va ayolingga qo'shib qo'y-da, o'sha bilan kir. O'qish kerak. Ya'ni bitta oddiy misolda, o'rtacha dasturchini oylik maoshi soat bayiga hisoblasangiz 15-20 dollarda. Endi ko'p o'zim og'aynilarim dasturchilar. Bir haftalik ishlaganim, aytaylik, misol uchun 20 soat ishladi. Yarim anaqa stavkasini hisoblaganingizda ham $400 boradi. Misol uchun o'rtacha ishlaganida. Endi aytayapman, san qara, 20 soat izlanib buni qila olasanmi deyapman-da. Misol uchun, undan ko'ra san shu pulni o'zing ko'prog'ini berdi, ustozidan, professional odamdan tez o'rganib ol. Bo'ldi. Va tajribada sinab ko'raverasan. Mana shunaqa zo'r misollar keltirganman, inshaalloh. Endi hozircha nechta? Ikkitagina og'aynim o'qishni boshladi, lekin hammasi xursand ko'rganlarimdan. Ya'ni nimaga umumiy olayotgan uni foydasi, ya'ni yordami katta bo'lyapti baribir. Shu o'rinda izoh berib ketmoqchi edim. Mana oilaviy o'rganish deyapsiz-ku. Bizda Uplift investitsiya uchun ham, trading uchun ham kurslar bor va ikkala kursimizda ham yaqin oila a'zolari bilan bemalol o'qisa bo'ladi. Mana shuni eshitgan ekanman. Aniq deganman-da, 2 marta to'lov qilishim kerak emasmi deb. Shunday juda xursand bo'lganman lekin. Ya'ni turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz yoki o'sha yaqin oila, aka, uka, opa-singillar bir marta to'lov qilib, bemalol o'zaro foydalanib o'qisa bo'ladi. Shunaqa imkoniyat yaratilgan. Uyga kelasiz, tayyor texnik tahlilda turibdi. Adasi kiring deydi. Yo'q, yaqinda o'zimda bo'lgan holatni aytib beraman. Ya'ni bizda depozit qilingan summamiz yetarli foydaga chiqdi. Keyin o'sha Asmel degan aksiyaga men kiraylik dedim. Sababi litografiya bo'yicha sohasini eng zo'ri. Monopoliya. Bundan boshqa kompaniya yo'q hozir. Sababi men bu kompaniyani o'sha YouTube kanal bor, Veritasium degan, ya'ni juda ko'p o'sha men bu ilmiy narsalarni olib chiqadi-da. Ularni qilgan risklari juda katta. Asmel bu holatga kelguncha ham men tubdan bilaman, qiziqib videolar ko'rganman, 30 minutlik aytdim. Keyin shunga kiraylik, o'sadi xudo xolasa dedimda, kirdikda, keyin necha foiz, adashmasam 5-6% foydada o'tirganda ayolim o'zi aytdi. Texnik tahlil tashlabdi, SanDisk dedi, anaqa diskount narxi kelib qopti. Bundan ko'ra Asmeldan ko'ra Asmel sotib bunga kerakdi. Bunda kerakdi dedi-da. Mana shu paytda mazza qildim-da. Oilaviy o'qish kerak, ya'ni ko'rdingizmi? Bo'ldi. Endi o'zlari kirmoqchi bo'lganlar baribir ham bir izn so'rab qo'yay, nima deydi ekan degan. Mana shu joyda men zo'r narsa qo'shib o'tmoqchiman. Ba'zan o'zim ishonchim komil bo'lmasa ham sotgim kelyapti, emotsiya bo'yicha deylik. Yoki Jasur akadan so'rayman, shu guruhga yozib so'rayman. Jasur aka, shuncha hozir ziyondaman, nima qilay, sotaymi, kutaymi deyman, yoki guruh aktiv bo'lmay turgan bo'lsa, ayolim bilan bir maslahat ko'raman. Ya'ni mana bunaqa tahlilim shunaqa bo'lyapti, sotsammikan deganda aytadi. Endi men juda tezman o'zi. Tez olib, tez sotgim keladi ba'zi narsalarni. Misol uchun ayol kishilarda yana foyda o'zi bo'ldi-yu. Ular kutoladi-da, bemalol. Yo'q deydi, men kutaman deydi. Qancha bo'lsa ham tahlil umumiy, misol uchun siz deyapti, shamni kunlik bo'yicha tahlil qilyapsiz deydi. Siz haftalik qarang deydi-da. Mana shu joyda men mazza qilaman haqiqatan. O'sha oilaviy o'qiganimga Allohga shukr. Bilasiz, mana shu joyda qiziq bir holat bor-da. Ya'ni odatda kundalik hayotda ayollar baribir o'sha hissiy tomondan ko'proq emotsionalli bo'ladi. Hissiyot ko'p bo'ladi-da. Haligi bekorga masalan ko'p yig'lamaydi yo boshqa narsa-ku. Erkak kishi bo'lsa teskarisi kundalik hayotda. Masalan, sovuqqonroq bo'ladi, lekin tradingda bu
teskari ishlaydi. Yo'q, men shunga maza qildim-da. Ya'ni strategiyamiz bor-ku deydi-da. Ya'ni pul borasida o'zi endi har kimga har xil bir juft to'g'ri keladi. Men balkim o'zi pul tarafdan ham ancha nima deydi, qo'l ochiqroq bo'lishga harakat qilaman. Narxini birov sotib olayotganda ham savdolashmayman ko'p holatda. Ya'ni misol shuncha desam, shuncha olaman. Keyin ayolim aytadi, "Yo'q" deydi, "savdolashaylik" deydi. Ozgina bo'lsa foyda qoladi deydi-da. Ya'ni zo'r misol aytib beraman. Ana, misol uchun o'sha dekabr qish oylarida biz o'sha kvartirada alohida turganimizda bir kuni ayolim qaymoqqa ketdik. Qarasam, pul ya'ni muddat o'tishiga 3 kunmi 4 kun qolganda. "Ha, nega olding buni? Baribir yeb tugataman" desa, "Yo'q, siz qo'yavering, yeganimiz yeymiz, qolganini pishirib beraman sizga" deydi-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ayollar baribir ana pulni bilmadim, bizga nisbatan ekonom qiladi, yaxshiroq iqtisod qiladi, tejaydi. Ya'ni erim shuncha qiynalib topyapti-ku, ertaga buni ya'ni ko'chadan supurib olib kelmayapti-ku deydi-da. Ya'ni sovuqqonroq kuta oladi-da. Boyagida ya'ni bozor kayfiyati o'zgarib turgan vaqtda biza tez qaror qilib sotib, mayli boshqasidan foyda olaman deb o'ylaymiz-da. Mana shu joyda nima edi? Bir anaqa nima edi? Tashqaridan xolis bir fikr eshitib ko'rish kerak-da. Shunaqa. Ichki hissiyotdan tashqarida holat bo'lishi kerak. Shunaqa. Ishqilib bizada shunaqa bir qiziq holatlar bo'lyapti-da. Endi men o'zimga juda ham manfaatli bo'lgan taraf shu. Misol uchun bekorchi gaplardan, bekorchi so'zlardan shu tarafdan ham xoli bo'ldik-da. Misol uchun birga gaplashib, oilaviy narsalar gaplashib tugagandan keyin Mavzu faqat stoklar. shunaqa. Misol uchun bozor qanaqa, misol uchun nima qilsa bo'ladi, keyin qanaqa investitsiya qilsak bo'ladi, qanaqa strategiyalar bor, yana qanaqa ilm olsak bo'ladi, nimaga investitsiya qilsak bo'ladi degan qiziq suhbatlar bo'ladi-da. Men o'zimga juda maroqli narsa. Bu haqiqatan miyaga ham foydali. Masalan, bir ish sizda sikl emasda, nima qilasiz, yo'q bir ishingizga borib kelmaysiz. Siz masalan aksiyani o'rganish jarayonida butun axborot, butun ma'lumotni ham o'rganasizda. Dunyoda nima bo'lyapti? Shunaqa. Geosiyosat nima, hozir talab nima ishlab chiqarilyapti, holat qanaqa, energetika deysizmi, ishlab chiqarish, telefon, hammasida stoklar bor-da. Hammasini stoki bor. Masalan, Apple'da ham, Samsungda ham, xotiralarni ham, energetikani ham, hattoki neft, oltin, hammasini anisi bor. O'sha siz chartni o'sha nima deydi? Grafikda o'qiysizmi? Bu grafikda o'qish uchun siz bozorda o'rganishingiz kerak, xabarlarni, axborotlarni o'rganishingiz kerak. Ya'ni bu harakatga sabab nima bo'layotganini ozgincha bo'lsa ham tushunsangiz, osonroq bo'ladi. Shunaqa. O'zi menda ham boshida asosiy qarasam, endi tradingda ham o'sha boshqa investitsiya portfeli ham o'zim yurgizyapman. Ayolim ba'zi misol maslahatlar boshqa bersa, endi erkak kishimiz, "He" dedi, ichida nima deydi? Nafs deydimi, g'ururmi yo'q qo'ymaydi-da. Keyin aytdim, "Yo'q" dedim, "Birga o'qidingmi? Qani anaqa. Mana shu joyda sherik bo'lib qani birga tahlil qilamiz, birga ishlaymiz" degandan keyin o'sha unda ham Jasurjon aka bir sabab bo'lib qoldi-da. Fundamental tahlil bo'lsa, kenizga tashlab qo'yaman, qilib qo'yadi. Fundamental bilan qilishim shart emas deb bir xatlashuvdi-da. Shunaqa "Ye" dedim. Birga o'qidik-ku, shunaqa bonus menda ishlatmayapman deb. Alo berganman, filtr berganman. Mana shunda katta narsalarni filtrdan ishlatasan, chiqsa menga tashlab yubor deyman. Texnikani o'zim ko'rib chiqaman. Sizda ham bor ekan-da. Zo'r. Endi qaranglar, hozir faqat yaxshi tomonni gaplashyapmiz. Foydalar, qanaqadir masalan menda bo'lganda, shunaqa moment bo'lgan. Deb siqilasizda, baribir shunaqa holat bo'lganmi? Ya'ni bo'ldi-ya, kerak emas degan holat bo'lmaganmi? Bo'lgan. Shu boshida aytganimdek -60% ga tushib ketganimda u soha ishimni qilib yuraveraman deganman. O'sha yaxshi ekan undan deganman. Keyin nimadir bo'lib yana turtki bo'lib yana qaytganman. Bo'lgan, lekin masalan bu yana aytganimdek boyadaqa ustoz tanlashda ham bo'lgan. Chunki men investitsiya kursini onlayn sotib olganman. Ustoz o'zi siz chet elda edingiz. Keyin keldingiz, offlaynga tradingga yozildim. U boyagi onlayn o'qiganimdan men offlayn effekti ham, ta'siri ham boshqacha bo'ldi. Offlayn o'qiganingizda masalan ustozni bozor sentimentini tushuntirishi, masalan bozorda qaysi instrumentlardan foydalanishi. Endi onlaynda ham bor, lekin onlaynda bilmam qanaqadir investitsiya o'qiganimda unaqa ko'p o'qimaganman. Offlayn o'qiganimda, lekin ustozni foydalanishlaridan, nimani qanaqa instrument foydalanishlaridan ko'proq manfaat bo'lgan deb o'ylaganman. O'shandan keyin yana shu sohaga qaytganman. Bo'lmasam
investitsiyani o'zida o'sha boy -$50 o'zida yaxshigina qaytib ketish bo'lgan. Qaytmoqchi bo'lganman. Даже hatto qaytganman. Yaxshiyam depozit kichikroq Ha, bo'lgan ekan. kichikroqsinman. Sizdachi? Endi shu yaqinda bo'ldi. Endi adashmasam bunaqa holat 2 marta bo'ldi. Ya'ni aynan o'sha paytda ham portfelimizda SanDisk bor edi. SanDisk cho'qqisiga chiqdi o'sha paytda. Hali menga yetmagandi. O'sha 680 olganman, 780larga chiqdi. Ukamga ko'rsataman, "Qara, ko'rdingmi, zo'r deyapman." Ertasi kuni Tramp urush boshlayapti. Shunday tushdi-ku. Keyin o'ylayapman-da, bu xo'p, mayli deyapman. Ya'ni depozit katta emas, riskni ko'tara olamiz, yaxshi anaqada darajada. Keyin o'ylayapman-da, bu har doim shunaqa urush bo'lib tursa, boshqa bo'lsa tushirar ekanda dedim. Keyin Jasur aka bir postni share qilib qoldilar. Ya'ni ulashib qoldilar. Postda o'sha VIX degan indeks bor ekan. Nomi yoyilmasi esdan chiqib qoldi. Volatility index. O'sha. Ya'ni qaytanga bu paytlari katta skidka bo'layotganini, siz haqiqatan fundamental tahliliga ishongan aksiyalarni ular ham tushadi-da, hammasi bozor bilan tushadi. Ya'ni bozor oqimda u. Oqim, ha. Ketsa hammasi ketadi. Ha, shunaqa. Urushga, biron bir narsaga kuncha ham kuni qo'ygandan keyin urush ham ta'sir qilmay qoladi-da. Ya'ni hozir ham Tramp Eron bilan o'sha jinni qarorlarni qabul qilyapti, lekin bozor oldingidek qattiq reaksiya bermaydi-da. Keyin tushundim, zo'r tajriba bo'ldi. Keyin safar dedim, ko'p safar mana bo'ldi, ya'ni hamma bor pulimga aksiya sotib qo'yganman-da. Keyin o'yladim, qanchadir qismini shunaqa qilib ushlab qo'yishim kerak ekan. Kesh ushlab turishga, ekstrem holatlarga. Shunaqa vaziyatlarda kirib qo'sha olaman. Chegirma holatlarda. Mana shu paytda haqiqatan bo'ldi. Shu bir marta siz bilan bir tahlil qilayotgan vaqtimizda ham portfelimni ko'rsaman deyman, uyalib turibman. $100 minusdaman-da. Undan oldingisida shu bozor o'sha Tramp urush boshlaganda bo'ldi. SanDisk bilan yana bitta aksiyalarim tushib ketdi. Taxminan $200 gacha bordi eng katta minusi. Lekin keyin tushundim, bu joyda strategiya muhim ekan, disiplina muhim ekan. Keyin yana bitta muhim narsani aytdi. O'sha Amaz bilan offline ko'rishib qoldik. Aytdiki, har doim bozordan foydani kutish ham bu endi undagi portfel juda katta ekan, ichi bo'yicha ahmoqlik deyapti. Men aytdim, oylik taxminan 5% yopib yursam ham 50-60% bo'lib ketar ekan desam, shoshma dedi. San unaqa emotsiyaga berilma dedi. Ya'ni san foyda olish emas dedi, pulingdan kamroq kapital saqlab qolishga fokus qaratsang, foyda bo'lsa xursand bo'laversan. Foyda bo'lsin dedi, lekin katta minusga kirib qolmagan. Mana shu zo'r anaqani aytdi. Keyin men u paytda juda ko'p oldi-sotdi qilib yurdim, aytdi, "Yo'q, shoshma" dedi. Ya'ni san ishonib tahlil qilgansan-ku, mana uchun ko'rsatyapman tahlillarimni, shunaqa qilmoqchiman desam, nega ertaroq yopyapsan deyapti-da. Ya'ni sal ozgina anaqa juda qisqa joyga qaramasa, ko'proq qaraganda deyapti. Mana shu paytga yetadi. Uzoqroq qarasang bu yetadi. O'sha paytda yopsang ham bo'ladi deb. Shundan keyin birinchi marta mana Mikron portfeldagimiz 60% foydaga chiqdi-da. Bu agar oldingi tushuncham, oldinga qarashim bo'lganda buni 5% yopib yuborardim, misol uchun-da. Stop qo'yib ko'tarib bormaysizmi? Endi men o'zim asosan hozir endi swing trading qilayotganim uchun stop loss bilan ishlamayman. Uzoq muddatga deymanda, bemalol turaveradi. Lekin ayolim har doim disiplina bilan stop bilan take profitni qo'yib boshqarib turadi. O'shani kuzatib turaman-da, aytadi, bir kun ehtiyot bo'ling dedi. Yo'q, ishonaman deyman. Shu boya aytganingiz haqiqatan minuslar, u minuslarni ham qabul qilish kerak. Bu ustozim aytgandek, bozor bir jarayoni, bozor bir qismi. Bu siz minussiz narsa bozorda bo'lmaydi hech qachon. Har doim bu aksiya doim o'sadi degani emasda. Minus shu bozor bir qismi. Uni ham qabul qilish kerak. Trader vazifasi shu yerda o'sha boyagi stop loss bilan aksiya -20%, 15, 20%, 30% ham tushib ketganda ham hattoki trader vazifasi o'sha minusni iloji boricha kamroq miqdorda saqlab qolish. -5% mi, -8% mi stop loss bilan. Bizning vazifamiz o'sha emotsiyamiz ham, tajriba ham o'sha yerda bilinadi. Shunaqa ekan. O'zimda ham yaqinda shu narsani qo'llashim kerak ekan deb amin bo'ldim. Mana yaqinda o'sha hisobotlar mavsumi hozir. Hisobotlarda keyin kutilmaganda, misol uchun hisobot chiqyapti-da, o'sha post marketning o'zida -10%, -15% tushib ketgan aksiyalar bo'ldi-da. Psix aksiyasi kecha 40% qulab ketibdi. -40%. VGS bor edi. -50% ga ketib qoldi. Shunaqa. Yoki Hims bor edi misol uchun. Hims -10%, -11% turibdi. Shunaqa, mana shu joylarda endi tushundim dedim. Bu narsani oldini olish uchun men risk darajamni aniqlab olishim kerak oldindan. Qanchasiga men riskimni qabul qila olaman? Misol uchun 15% deylik.
Shunaqa. 20% ga yoki 15% yaqinrog'iga stop lossni qo'yib qo'yishim kerak ekan. Stop loss tashlab yuruvdim-da. Xo'p, Jasurjon, tradingga bir kunda qancha vaqt ajratasiz? Tradingda bir kunga O'rtacha. boshida endi menimcha shu sohadagilar biladi. Boshidagi shu 6:30 ochilsa, bir 8:30 gacha ayni hammasi pikiga chiqadi. Endi undoq u shaklni yasaydi desam bo'ladi. Bozor ochiladi, sekin orada 10-11larda bundoq tushib olib, kechqurun 1-2larda yana joyiga qaytib qoladi. O'sha vaqtda boshida sotib yuboraman. Qaysidan iloji boricha yoki stop losslarni ko'taraman. Masalan, 8-9% yurib qo'ygan bo'lsa, 5%, 6% ga stoplarni ko'tarib qo'yaman. Keyin shu bozorda oxirida, endi hozir asosan bozor vaqtimiz ham ertalab turishimiz to'g'ri kelayotgani uchun shu 4:30, 4larda ham bir bozorga bir aksiyalar skidka bo'lib qolgan bo'lsa, kirib qo'yaman. O'sha texnik tahlil kutilgan joyiga kelgan, o'sha boyagi tahlilimiz bo'yicha o'sha joyga kelgan. O'shalarga kirib qo'yaman, qaysi ochib qo'yaman. Umumiy hisobda bir 4 soat yoki 5 soat vaqt ajratsam kerak. 4-5 soat. Endi ishim hissada bo'lgani uchun ham aksiyani o'ziga ko'p qilmayman. Tahlil masalan fundamental qarayman, chunki kunlik ishimni o'zida hissada u aksiyani batafsil o'rganib chiqqan bo'lamiz. Finranks bor ham bizga eng nima deydi, vaqtimizni nima deydi, ekonom nima deydi? Vaqtimizni tejab beradigan narsa, ha. Vaqtimizni tejab beradi. U yerda o'sha 8 ballik sistema bor. 8 tomonlama. Har taraflama ballni berib chiqqan, o'sha ham vaqt anchagina yordam beradi. Hissada esa o'sha aksiyani daromadlari, kelajakdagi kutilmalari, o'shalar haqida ham o'sha hisobotlarni batafsil o'qib chiqamiz. Agar o'shalarni ham hisobga olsak, hisobga olmasak, tredga uncha vaqtim ketmaydi. Chunki asosiy ishim bo'lgani uchun aksiyalarni bu yoqda o'zini his qilib olgan bo'laman. O'sha qanchalik kutilmalar borligini. Jasurjon hozir asosiy faoliyati hissada, lekin undan oldin Finranksda Finranksda ishlaganlar. Finranksga qisqacha aytsak, havolasini quyida yozib qo'yamiz. Aksiyani chuqur tahlil qilib beradi fundamental tomonni. Ya'ni bular aytayotgan narsa, bular o'sha oldinroq, ya'ni o'tgan yildan boshlab aksiyalarni to'liq tushunib, tahlil qiladigan platformalarda ishlab kelgan. Shunday. Shuning uchun masalan qaysidir bir aksiyani sotib olishga tahlil qilayotgan bo'lsa ham, u orqasida qanaqa kompaniya ekanligini bilasiz. Bu juda ham muhim. Agar yangi boshlayotgan treyderlar bo'lsa, ya'ni men o'zim ham darslarda yoki o'sha shogirdlarga maslahat berishim, nimadir o'xshamayapti, tahlillarim yaxshi-ku, lekin yurmayapti xohlagandek deydi. Chunki bitta e'tibor berish kerak bo'lgan joyda e'tibordan chetda qoldiradi. Ya'ni o'sha grafikni orqasida qanaqa kompaniya. Bu juda ham muhim. Ayniqsa o'sha riskni to'g'ri boshqarish va sizda bir necha nomzodlar bo'lsa, uni ichidan solishtirishga, eng yaxshisini tanlashga yordam beradigan narsa. Ya'ni shunchaki grafikni, chiziqlarni tahlil qilish emas, balki kompaniyani ham bilish juda ham yordam beradi. Shunda o'sha yuqorida aytgandek, o'sha yanvarda ishdan bo'shagan bo'lsam, fevral, martlarga ustoz o'zlari o'sha Finranksga fundamental tahlil ishga taklif qildilar analitik sifatida. U yerda ham shu adashmasam S&P 500 bir 7-8 marta aksiyasini ko'rib chiqqanman-da, har bittasini DCF qilamiz, mod degan narsalari bor. O'sha boyagi 8 ta taraflama, tomonlama baholanishini ko'rib chiqardik. U narsa keyin u narsa masalan o'zingizga yod bo'lib ketadi. Aynan nimaga bunga aksiya kiritganingizni texnik tahlil qilasiz. Haqiqatan boyagi grafik bo'yicha bir xil. Ikkalasi bir xil turibdi. Va aslida Sandex deyapsiz. Bir xil turibdi. Ikkalasi ham monopol, o'zining ichida eng zo'ri. Lekin qaysi biri sizga foydaliroq, qaysi birining kutilmasi, qaysi biriniki kirsangiz sizga foydasi ko'proqligini o'sha vaqtda o'zi ichingizga o'tib ketadi bu narsa. Ichingizdan o'tib ketadi. His qilib olasiz. Grafik bir xilligi emas, uncha grafiklar ham chart orqasidagi narsalar sizga yordam beradi baribir. Masalan, jonli efirlarda yoki seminarlarda so'rab qoladilar-da, bolalar. Aksiyani ko'rib bering deydi. Tikerda o'zini aytadi. Qaysi kompaniya desam, bilmaydi-da nomini.
Masalan, SanDisk deb gaplashyapmiz hozir. SanDisk orqasida masalan qanaqa mahsulot turibdi, qanaqa masalan o'sib boryapti, farqi yo'qda. SNDK aksiyani ko'raylik deydi. Desa grafikda 10% o'sib berdi. Erta yana o'sadimi? SNDK degan aksiyani ko'raylik yoki bo'lmasam Himsni ko'raylik deydi. Nima bu? Qanaqa kompaniya desam, Hims bo'ldi, javob yo'qda. Kecha manda shunaqa holat bo'ldi. Bitta akam yozib qolibdi endi o'sha CrowdStrike kompaniyasidan. Yaxshi foyda bo'lgan yozyapti. Aytdim, keyin juda qattiq risk olar ekansiz siz dedimda. Shunaqa desam, sizchalik emas dedida. Keyin aytdim, "Yo aka, men dedim, bunday kompaniyaga kira olmayman" dedim. "Unaqam yetmaydi" dedim. Ko'proq olgan duxim yetmaydi dedim. Sababi hammamiz bilamiz, hozir AI rivojlanayotgan paytda orada xavfsizlik bo'yicha hamma kompaniyalar bir sho'ng'ib berdi-ku. Shunaqa u hammani ham men shaxsan o'zim bu sohada yurganim uchun bilaman. Shu oxirgi misol uchun cloudni boshqani yoki GPT ham o'zini shunaqa modelini ishlab chiqaryapti deyishdi. Odam hayotda topolmaydigan xatoliklarni topib beryapti-da. Buni bunaqa hozir CrowdStrike'ga o'xshagan boshqa kompaniyalar endi qanaqa yechim qila olishini aniq bilmayman. O'shanga taxmin ya'ni kompaniyani bundoq qaraysiz, fundamentalni kiber xavfsizlik mana shu narsadan ta'minlaydi. Bu yerda AI bor-ku deysiz-da. Faqat agar texnik tahlil o'ziga ishonsangiz, kirib ketsangiz, qiynalib qolishingiz mumkin-da. Bu soatdan qaytib ketib qolmasangiz bo'ldi. Shunaqa. Mana hozir 1 soatga yaqin gaplashibmiz. Madiyor mana shu sohaga kirib kelib, hozir mana investitsiya, trade bilan shug'ullanyapsiz. Endi mana shu sohaga kirmoqchi bo'lganlar, qiziqayotganlar yoki balki ikkilanib turganlar bor. Ularga qanaqa o'zingizni o'sha holatingizdan kelib chiqib maslahat berasiz va nima degan bo'lardingiz? Xo'p, avvalambor maslahat beraman. Qanaqa aytsam ekan? Bu narsa to'g'risi men o'ylaganchalik ko'p vaqt olmas ekan. Men boshida men o'zimni ikkilanganim sababi buni ketadigan vaqti, ya'ni buni oladigan energiyasi bo'lgani uchun har doim o'ylaganman, balkim bu vaqtimga arzimaydi deb o'ylaganman. Ishonsangiz, asosiy kursni bir 60% men o'sha yo'lda qatnab ko'rib qo'ydimda. Kechasi ketayotganda taksida ketaman. 30 minutlik taksida yo'lim bor. O'sha ya'ni yo'l-yo'lakay ketadigan taksi haydovchilarimiz bor. O'sha payt ketaman, naushnik taqib, quloqchin taqib, kursni ko'rib ketardim. Endi investitsiya kursi bo'lgani uchun bemalol yo'lda ko'rsam bo'lardi. Ko'rib, bunaqa ekan dedim. Qaytishda kecha ko'rganim tahlil qilib ketardim. O'zi to'g'ri gap aytyaptimi yo'qmi? Ya'ni boshqalar qanaqa fikrda? Ya'ni aytmoqchi bo'lgan qissa qilib aytadigan bo'lsam, maslahat beraman, bu ko'p vaqt olmas ekan. O'zimning shaxsiy tajribamdan va bu eng katta beradigan o'sha halovatni oldida ketkazgan energiyangiz, vaqtingizni bemalol qoplab ketar ekan. O'shaning uchun kim kelayotgan bo'lsa, juda oddiy maslahatim, men hattoki boshida ham hayron qoldim. Tekinga ham turibdi birinchi bo'lim. YouTube'ga kirsan, ko'rsan, keyin bu yog'iga niyatni to'g'rilab, inshaalloh deb, ya'ni boshida ham ya'ni oilaviy kursi bo'ladi deganda ham o'ylagani faqat menga sketcha qilib beryapti, og'aylarimga aytsam nima bo'lar ekan, ya'ni sen hammani ham chaqirar ekansan deb aytadi deb o'ylaganman. Keyin bir vaqtda aytsam, o'sha menejerga aytsam, "Yo aka" dedi, "Bizda bu anaqa desam-ki, oilaviy yaqin a'zolaringizga biz ochib qo'yganmiz, ko'raversin" dedi. Keyin hamma do'stlarimga ham shunaqa qilib taklif qildim-da. Ya'ni 100% arziydi, vaqtingni ketgan vaqtingga achinmaysan, hamda qo'shimchasiga oilaviy, moliyaviy savodxonlikka erishasan dedim. Shunaqa. Lekin o'zi ularni oshna-og'aynilarimni bu narsaga taklif qilishimning asosiy maqsad nimaki? Orzu bo'yicha aytmoqchiman, ya'ni niyat qilishdi, orzu qilishdi, hecham kichik narsani kutish kerak emas, ya'ni kattaroq niyatli, kattaroq orzu qursa bo'lar ekan. O'zimni o'ylab ketaverman, qo'shimcha tajribamni aytaman. O'sha ustozim Abdulloh Hidoyatov, o'sha UDEVS kompaniyasini boshlig'i. Ustoz bo'lib, shogird bo'lib tushib yurgan vaqtini aytdi. O'sha 3 yil oldin Akmal Fayziyevdek bo'lsam deb niyat qiluvdim dedi, menga aytdi. Bo'ldingiz, kam bo'ldingizmi desam, yo'q dedi. O'sha paytda orzu qilganimda 10 marta kattaroq narsani orzu qilmagan ekanman dedi. Bo'ldi-ku, 10 marta kattasi ham bo'lardi dedi. Aytdim, aka dedim, shukur degan narsani unutib qo'ymay aytsam, hazillashdi. Keyin aytdim o'sha paytda, aka, men sizdek bo'lsam yetadi menga dedi. Xavfsizlanmang, keyin 10 marta kattasini so'rang dedi. Endi ustoz bo'lganlar bizga o'sha duosi ijobat bo'lganki, hozir o'ylayman, haqiqatan bo'ldimda. O'sha ustozimni
qaysidir ma'noda o'sha paytdagi darajasiga yaqin keldim desam bo'ladi. Hozir o'ylayman-da, 10 marta kattasini so'rasam bo'larkan deyman-da. Shunaqa. Hozirgi niyatim ham, orzum ham juda katta. Men O'zbekistonda inshaalloh dasturxon atrofida ota bilan farzand deylik, oilaviy o'tirganda jentramiz bor edi. 2019 ekan. Yilni yangilaymizmi? O'g'lim, sen qo'lingda iPhone 14 ekan, 17 qilamizmi degan gaplar emas. Bunaqa suhbat emas, foydali, naf keltiradigan suhbatlar bo'lsa, musulmonlarning qo'lida yaxshi sarmoya bo'lsa, ular halovatli yashashini niyat qilaman. Shuning uchun bu qadama-qadam erishadigan narsada, u o'zidan o'zi erishib qolmaysiz. Baribir ham ustoz tanlab, ustoz bilan tezgina erishib, bu narsani og'aynilarning atrofida, qarindoshlar atrofida tatbiq qilib boshlasangiz, bugun siz o'zgarasiz, ertaga qo'shningiz o'zgaradi, keyin oila o'zgaradi, jamiyat shunaqa o'zgaradi yaxshi tarafga deb o'ylayman. Mana shu mening eng katta orzuyim. Inshaalloh o'zim ham oilamda birinchi shu narsani umid qilaman. Ertaga dadam, ukam men o'tirganda, dada qarang, men bu hamma xarajatimizdan aytaylik $500 ortib qolibdi. Nima qilaylik desa, misol uchun oshna og'aynilar ichida muhtojlar yo'qmi? Qaradik, yo'q hech kimda. Misol uchun, bo'pti, kelinglar, buni mana bu kompaniyaga sarmoya qilib qo'yaylik degan suhbat bo'lishini orzu qilaman-da. Mana shu narsani hammaga nasib qilishini xohlayman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hamma o'zim bilan birga yurgan og'aynilarim, dasturchilar ko'pchiligi o'sib ketayotgan bolalar deylik. Hech kam bo'lganini ko'rmadim ularni. Uchun daromadi ham yaxshi, boshqasi ham yaxshi. Ularga ham tinmasdan kursni rekomendatsiya qilayotganim asosiy sababi nimada? Tavsiya qilayotgan asosiy sababi nimada? Ular ertaga sarmoyador bo'lishi miqdori kattada, imkoniyat kattaroq. Imkoniyat kattaroq deb o'ylayman o'zim. Va ertaga sarmoyador bo'lganda, sarmoyasi bekor yotmasdan investitsiya yoki trading qilgan foydasidan kimdir kontraktni to'lab bersa, misol uchun, yoki o'zini qizi aytaylik, farzandi ertaga Garvardga kirdim desa, bitta portfel olib beraylik, davay, bor o'qi. Mana shunaqa narsa orzu qilganim uchun hammaga bemalol tavsiya qilyapman. Hozirgi tavsiyam shu, sizlar niyatni katta qiling. Inshaalloh ko'p emas. 5 yil ham tez o'tib ketadi. Siz investitsiya qildingiz deylik, hozir 5 yildan keyingi portfelingizni foydasiga bemalol bir uy oladigan, balkim bemalol farzandingizni eng katta xohlagan joyda o'qitadigan, ilm sohibi qiladigan darajaga chiqsa, inshaalloh bizga bir duo qilib qo'ysangiz, o'sha o'zi kifoya. Shunaqa mani xulosalarim va boshlasam yo'q deb kelayotgandagi tavsiyalarim shu. Boshlang, tekindan boshlang, mana YouTube'da bor. Pulli emas. Keyin pulli bo'lsa ham siz o'zingiz o'ylang, oilaviy ko'ryapsiz. 2 ga bo'lib oling. Hech qancha emas-da. Bundoq olib qarasangiz, 2 marta choyxonaga borsangiz, bolalar bilan misol uchun to'laveradigan summada 2 marta bormasangiz, dunyo uzilib, qanaqa osmon uzilib yerga tushib qolmaydi. Lekin olgan natijangiz, ilmingiz butun umr sizda qoladi. Inshaalloh uni keyin hech bo'lmaganda farzandlaringizga o'rgatasiz, tavsiya qilasiz. Yaxshi bir tajriba qoldirasiz. Shunaqa. Kerak sarf-xarajatni saqlab qoladi. O'zi mana shu narsa ham menda juda katta turtki bo'lgan. Ertaga endi ustozlar aytishi bo'yicha, boshqa bo'yicha ham biz birda bir eshitib 100% amal qilamiz, amal qilishga harakat qilamiz. Biz so'raladigan birinchi narsa namozimiz bo'lsa, undan keyingisi qayerdan topib, qayerga sarflaganimiz. Vaqtimizni, qaysi vaqtimizni qaysiga sarfladik. Inshaalloh umid qilaman, mana shu narsa sabab bo'lib, Robbim men keraksiz xarajat qilmadim deydigan darajaga chiqishida har bir xarajatimdan yoki misol uchun sarmoyamdan faqat o'zing roziliging uchun foydali narsalar yashatdim degan bir inshaalloh yuzimiz yorug' bo'lib tursa degan. Shuning uchun hozir kursni qilgan insonlarga yana haqiqatan tashakkur bildiraman. Shu narsaga sababchi bo'lishdi. Mayli, ya'ni nima desamki, pul miqdorida ular hech qancha foyda olmas mendan. Lekin savob miqdorida o'ylayman, dunyo savobga sababchi bo'lib qoladi. Men do'stimga aytyapman, do'stim do'stiga aytyapti, oilasiga aytyapti, ular moliyaviy savodxonlik, aytaylik, halovatga erishyapti. Foyda qilyapti, foydasidan kimgadir yordam beryapti. Bu har biri birinchi sababchi bo'lgan insonga keladi deb o'ylayman. Biz duodamiz. Inshaalloh bundan ham yaxshiroq bo'lishini tarafdorimiz. Janobiga har ko'rganda o'z aytaman, aka qarang, bunday qilaylik, bunday qilaylik kursni deyman-da. Sababi o'zimga juda manfaatli, foydali bo'lgan. Unda sizni o'sha kurs qutqarib qo'ygan birinchi narsa 5 yil davomida 3 mingdan to'lov, uyingiz uchun to'lovni qutqarib qo'ygan ekan. Shunaqa. Inshaalloh men hozirgi niyatlarim juda katta. Men bemalol bitta foydam bilan naqdga shunday intensiv kirib olaman. Mashalloh. Inshaalloh. Niyat katta. Men tavsiyam shu gaplarga qo'shilaman deb qo'shilamiz, lekin sal anu ham bor. Shu boydaqa
nosi ham bor. Nimaga? Siz masalan haqiqatan bu masalan boya aytgandek boshqa ishda ham 8 soat o'tirasizda. Bu ishga fokus bermasangiz, bu ishga o'zingizni masalan izlanib haqiqatan vaqt ajratmasangiz, nima deydi o'zi uni? O'zidan o'zi kelib qolmaydi. Shu o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Yarimta yurmta dars ko'rib, bo'ldi ko'rdim, haftasiga masalan 2 soat ko'raman deysizmi, boshqa deysizmi, natijaga ham xuddi shunaqada erishasiz. Masalan, o'zim bilan o'qigan 4 og'aynim bor, haqiqatan o'zim olib kelganman, ular onlayn o'qishdi. Endi ular anaqa jismoniy ishda ishlashadi, kunduz kuni. Ishdan keyin baribir charchoq bo'ladi, ham ish ham qanaqa, masalan 5 da chiqadigan ish emas. Boya aytganimdek 8 dan 8 gacha ishlashadi. Vaqt videoni ko'raman deyishdi, ko'ringlar dedim, boshqa qildim. Mana natija qilsa bo'ladi deb aytyapman, boshqa qilyapman. Portfellarimni tashiyman, foydalarimni tashiyman. Endi vaqtni boshida katta emas edi foydalarim ham, lekin o'shaning o'zi ham yaxshi edi. Ular esa charchadik bugun, endi baribir jismoniy mehnat, sexda ishlab chiqarishdi bugundan keyin charchadik deydi, boshqa deydi. Cho'zilib men hozir o'sha 4 tani to'g'risi menga havas qilishadi. O'sha voy qanaqa berishdingiz? U hozir men masalan kimdirlarga shu natijalar ko'rinadi. Va uning orqasidagi boyagi men ishdan bo'shaganim, u 6 oy qilish, tajribalar, boshqa narsalar ko'rinmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha fokus bersangiz, haqiqatan siz ham o'sha ishga vaqtingizni ajratsangiz, siz ham erishsa bo'ladigan natija. O'zingiz ham erisha olasiz o'shanga. Faqat o'sha diqqat, hozirgi eng qimmatli narsa diqqat, vaqt masalalari shu. Hech narsaga chalg'imasdan o'zingizni ushlab, intizom bilan, disiplina bilan ushlagan holda shu narsaga fokus bersangiz, siz ham erishasiz natijaga. U depozitim kam yoki menda o'xshaydi, o'xshamaydi, ingliz tilini bilaman, bilmayman. Bu narsalar ham muhim emas hozir. Eng muhimi sizni o'sha narsaga fokus bera olishingiz, ajrata olishingiz. Shu sohaga vaqt ajratdingizmi, siz natijasini ko'rasiz. Mayli, masalan, menga o'xshab 24 soat nima deydi, ishingiz ham shu soha bo'lmasdan boshqa asosiy ishingiz bo'lgan taqdirda ham Madiyorga aytganda yo'lda ko'rib ketgan yarim soat o'zidagi natija ham mana bilinib turibdi Madiyorga ham. Fokus ikkilanib turgan narsaga agar fokus bera olsangiz, haqiqatan maqsad masalan kurs oling emas, lekin kurs olgandan keyin u natijasi ham bo'lishi kerak. Natijasi uchun siz javobgarsiz. Chunki kursda hamma narsa bor. Oddiy hamma narsa o'sha A dan Yagacha deydimi? Hammasi bor. Qayerda nima manba bor, qayerdan qanaqa foydalanish kerak, hattoki o'sha ingliz tilini bilmayman degan odamga ham qanaqa translate ishlatishlargacha bor. Faqat qunt qilib, fokus qilib, vaqt ajratib o'sha videoni to'liq ko'rib chiqish kerak. Ana qo'shilaman. Shu yerda ham zo'r layfhak aytib ketsam bo'ladi. Men o'sha yil oxirida ish juda ko'payib ketgan vaqtlar bo'lardi. Ba'zida video qismlarini ko'ra olmaganman. Aytganman-da. Shunday kelaman, ko'rdingizmi deyman ayolimga. Ha, ko'rdim desa, qisqa tushuntirib bering deyman. Tushuntirib beradi. Kimgadir tushuntirishingiz ham zo'r narsa. Tushunib olaman-ku. Bo'ldi, taxminan tushunchani olaman, o'sha bo'yicha beraman, lekin vaqtim bo'lganda o'zimdan bir ko'rib qo'yaman. Lekin vaqtim yetmagan, baribir bu ishlarni qilish kerak bo'lgan vaqtlarda shunday bitta tushuntirib bering deyman, o'tirib, mana shunaqa 5 minut ketadi. Tushunib olasiz? Bo'ldi, oson ekan. Shunaqa. Rahmat, menimcha juda ham kerakli tavsiyalar bo'ldi. Menimcha mana shu yerda suhbatimizga hozircha yakun yasasak bo'ladi. Avvalambor sizlarga ajratgan vaqtingizlarga kattakon rahmat. Rahmat sizga ham rahmat. Bizni ko'rib turgan obunachilarimizga, kuzatuvchilarimizga ham alohida rahmat. Hozir mana suhbat davomida biz ikki tomondan menimcha juda ham real keysni ko'rdik desak bo'ladi. Ya'ni hozir shunday real keys. Jasurjon noldan boshlaganlar. Tradingga fokus bilan, intizom bilan kirib o'rganib, hozir katta portfelni boshqaryaptilar. Asosiy kasb sifatida yurityaptilar desak bo'ladi. Madiyor bo'lsa, o'zi o'sha o'qigan, yoqtirgan soha bo'yicha asosiy faoliyatini davom ettirib, ishlagan holda qo'shimchasiga shu moliyaviy savodxonligini oshirib, investitsiya bilan shug'ullanib kelyaptilar. O'ylaymizki, oranglarda mana shu ikkalovlardan birini holatida bo'lgan menimcha do'stlarimiz, kuzatuvchilarimiz ham bor.
Videoni mana oxirigacha ko'rdingiz. Ajratgan vaqtingizga, e'tiboringizga kattakon rahmat. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, Biz ham xursandmiz. qo'llab-quvvatlaysiz Kimgadir degan manfaatli bo'lsa. umiddamiz. Videoga like bosib, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu bizga juda ham katta kuch beradi. Rahmat. Suhbatimiz hozir davom etadi. Sizga bir necha bonuslar tayyorlab qo'yganmiz. Mana bu QR kodni skanerlab yoki quyidagi havolaga tashrif buyurib, bu bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, hozir bizda aksiyalar bilan savdo qilishni professional o'rgatuvchi onlayn va offlayn kurslarimizga qabul ochiq. Kurslarimizda ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi havolani bosing va menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi.